Assalamu alaikum kanalımның suyumluk kadirli körürmenleri. Hoş geldinler. Bugün intayın kıymetlik bir mehmenim bilen birge sizlerning huzurunuzda turuptu ben. Bugün biz Amerika siyasisini tahlil qilamiz. Amerika siyasisini ülgünümüz taxmin to'g'risida. Amerikada siyasi hayat qanday yurishidi, Amerika siyasi tuzumi qanday, bu tuzumdagi keynidagi felsefe, nezriye, nime, Amerika'daki iki kutupluq siyasi atmosfera qanday şekillengen, degan o'xshash temalarni biz muzokara qilamiz. Bugungi programmaga taklif qilgan mehmonim Tahir Uyg'uryan. Tahircan hoş geldiniz. Rahmet. Endi Tahircanni ko'pinchalar tanıysizlar, shundaqdimi men bir qisqacha tanıştırıp o'tay. Tahircan Uyg'urlarning ichidan chiqqan nihoyatda talantli, yetishgan bir ziyoli. Tahircan hozirgacha Uyg'ur agentligini qurib yurishtirib keldi. Uyg'urlarning dardini, davosini dunyoga anlatishda nihoyatda muhim rol o'ynadı. O'zi shaxsan o'zining hayoti bilan, o'zining oilasi bilan badal to'lashdan sirt yana qurgan Uyg'ur agentligi orqali nurg'un xizmatlarni qildi. Tahircan vatandagi vaqtda nihoyatda tirishchan bir ziyoli edi. 30 Uyg'ur mashriqining qurg'uvchisi, Uyg'ur do'ppi bayramining asoschisi. So'zlab kelsam Tahircanning süper haqiqatan shunchalik to'xtalay. Endi Tahircan Amerikada yashayotdi. Siyosat, xalqaro munosabat haqida bilimga ega. Hem Amerikada Uyg'urlarning haq-huquqini qo'llash jihatida xizmatlarni qilyotdi. Shunga Amerika siyosatini yaqindan kuzatayotgan biri. Shunga Tahircan menimcha bizga Amerika siyosati haqida yaxshi uchurlarni beralaydi deb o'ylayman. Unda bo'lsa Tahircan biz oldi bilan şu Amerika siyasi tuzilmasidan başlasak. Amerika'nın siyasi tuzilmasi qanday bir tuzilma? Bu yerdan başlab siz bir to'xtalgan bo'lsangiz. Bo'ldi. Oldi bilan sizga ko'p rahmat. Meni taklif qilib suhbat o'tkazganingiz uchun rahmat. Amerika siyosati, Amerikan siyasi tuzilmasi, siyasi arx ko'rinishi, tarixi, partiyalarning ko'rinishi bular hammasi nihoyatda tarixiy, chunqur, murakkab hodisalar. Har birisi ayrim uzun to'xtalgan. Ammo biz har bir savolda imkon qadar ommabop, to'g'ri va mazmunliq, mohiyatli qismini bilishga tirishili deb o'ylayman. Buni o'qigan chog'da Amerikadagi siyosiy tuzilmasi qanday desa, buning uchun bir necha nuqtalarni tushunish kerak bo'ldi. Birisi, Amerikadagi siyosiy tuzilmasida federatsiya qurilmasi muhim. Federatsiya nima desa, federatsiya qurilmasi o'xshamagan rayon, jo'rafiylik alaylikka ega mustaqil qonun tuzish gavdasi va hukumatga ega bo'lgan davlat yoki shtatlarni birlashtirib qurilgan birlashma hukumat. Federatsiya tuzum. Amerikadagi tuzilmasida bu federatsiya tuzum yadroliq o'rin turdi. İkincisi federatsiyadagi yadroliq muhim nuqta 50 shtat. Yani 50 shtatning hammasiniki o'zgarishliq hukumati, asos qonuni, shtat qonunlari bo'ladi. Biz o'z oldiga ma'lum darajada avtonomiyaga ega. Qonunlar asosan shtatlarga asosan o'xshamaydi. Bu ikkinchi muhim nuqta. Undan keyin Amerika siyosiy tuzilmasida hukumatning tarmoq apparatlari intayin muhim. Buningda 3 gavdaga ayrilgan. Amerika hukumati 3 tarmoqqa ayrilgan. Bunun birisi ma'muriy tarmoq, ikincisi qonun tuzish tarmoqi, uchinchisi sud tarmoqi. Hamda ma'muriy tarmoqi deganda nima deyilsa, bu prezident va prezident yetakchiligidagi ichki kabinet, armiya, muavin prezident va har qaysi ministerliklarning o'zi bu ma'muriy tarmoq deyildi. Executive branch deyildi. Amerikaning qonun tuzilmasida, siyosiy tuzilmasidagi yadroliq birinchi organ ma'muriy organ hisoblanadi. Bu diplomatiya siyosatni belgilash, harbiy harakatlarni ilib berish,
Onun ma'qullik bilan shuning uchun xalqaro davlat ishtirokchisining sabit bilan tashkil Avazınız sallanıp kaldı. qo'shma Emdi geldi. Devam kılsanız buldum. qaytilamdam. Yok. İkincisi qonun chiqarish tarmoqi. Qonun chiqarish tarmoqi asosliqi Amerikada davlat majlisi deyildi. Yevropadagi davlatlarda ko'pincha parlament deb ataladi. Amerikada davlat majlisi, kongress deyildi. Bu ikki tarmoq tarkib topgan. Birisi Avam palatasi, inglizchasi House of Representatives. Yana birisi Kengash palatasi, inglizchasi Senate. Senatda Kengash palatasida jami 100 dana a'zo bo'ldi. 50 shtatning har biridan 2 dan kengash a'zosi keldi. Bular 6 yilda bir qatam saylam orqali vujudga keldi. Endi Avam palatasi, House of Representatives degan nima desa, bular buniki soni har qaysi shtatlarningki nupusiga asosan belgilandi. Ko'pincha holda 800 ming odamga bir Avam palata bo'ladi. Nupus ba'zi shtatlarda ko'paydi, ba'zi shtatlarda ozib mangdi. Shunga asosan har asosliq cho'ng yillarda bo'libmi nupus taraqqiy o'zgarishi ko'p bo'lgan vaqtlarda saylam rayonini qayta belgilaydi. Marayindan bir vakil chiqsa bo'ladi deb qaytadan xaritasiz chiqadi. Bu Amerikaniki maxsus xaritasiz chiqqan maxsus apparat saylam rayonining xaritasiz chiqqan maxsus bir organ bor. Bu davlat majlisidagi nazoratga ilib berildi. Demek bu ikinci hükümet aparatı, kanun çıkış aparatı. Üçüncü hükümet aparatı çoğusu bu sud aparatı bu. Asaslıkı Amerika'nınki en yukarı sud mahkemesi boğan Ali Sud Mahkemesi, Supreme Court İngilizce hazır sisteminde 9 tane Ali sudçu var. Bazı devletler asas kanun sud mahkemesi deydi. Amerika'da Ali sud deydi kendine. Ali Sud Mahkemesi. Bu Ali Sud Mahkemesi asası hükümetinin 3 tarmoqqa o'xshash mustaqil, xuddi prezidentga o'xshash kuchli huquq ega. Bu 9 nafar oldu. Ondan az ya ko'p bo'lmaydi. Bu 9 nafar har birisi prezident agar istifa so'rash to'g'ri kelsa yoki vafot bo'lsa, prezident tayinlagan odam orqali vujudga keltirdi. Prezident tayinlagan u sudchilarni davlat majlisi qaytadan tekshirib baholab bilet tashlab bekitadi. Endi buning huquqi desa, bu Oliy sudning huquqi Amerikaningki davlat majlisininki va prezidentning huquqlari o'xshash bo'lib, ba'zida davlat majlisi qonunlagan qonunlarni bu qonun asosiy qonunga uyg'un emas deb bekor qilib o'tadi. Eng yuqori huquqqa ega. Navbatda Prezident Biden bu qitim shu Oliy sud mahkamasi prezidentlarni qonunga xiloflik qilsa, agar u xiloflik qilgan qonun davlat qonunni ijro qilish shaklida vujudga kelgan bo'lsa, undaq qonunga xiloflik qilmish qonun hisoblanmaydi. U prezidentninki presidential immunity bo'ladi, ya'ni jinoyatdan saqlanish huquqi bo'ladi degan bu belgilamga asosan prezident Joe Biden bu Oliy sud mahkamasini isloh qilish kerak deb qarab turib, bir qonun loyihasi o'tirib chiqadi. Hozirgi Amerikaning Oliy sud mahkamasida 9 nafar sudchining ichida 6si konservativ, 3i liberal, demokrat. Endi bu qitim har qitim Amerikaniki bu davlat majlisiniki eng yuksak Amerikaniki eng yuksak qonunlarga oid ish bo'lib qolsa, bu 6 nafar konservativ sudchininki hukmi bevosita jumhuriyatchilarga foydali rol o'taganligi uchun demokratchilar bunga qattiq norozilik bildirmoqda. Masalan, 2022 yili yozda bu 6 nafar konservativ sudchi har qaysi shtatlarning ayollarninki bola tushish huquqini tasdiqlamaslik Amerikaning federatsiya hukumatining qo'lidan har qaysi shtatlarning qo'liga o'tkazib berildi deb hukm chiqargan bo'g'achqa, bu Amerikadagi barliq liberallar bo'libmi, demokratlar partiyasidagi ayollar huquqini qo'g'daydigan va ayollarninki bola tushish huquqini tashabbus qilgan barliq tashkilotlar, qonunshunoslar bunga norozilik bildirib, Oliy sud mahkamasi konservativ bo'g'achqa bu bundaq bir qonun loyihasini o'tirib qo'ydi deb norozilik bildirdi. Demak, hozir Amerikada eng Oliy sud mahkamasi konservativlarniki qo'lida degan gap.
Bunundaki asas sebep aldığınki qatımlıq Prezident Trump'nınki keyni-keyinden bir qancha soçini tayinlaganligi o deymi? To'g'ri. Prezident Trump oqimoqqa 2 nafar o deymi 2 nafar sochini tayinladi. Joe Biden 2021-yili tunji qartallik ayol sochini Oliy sud mahkamasiga tayinladi. Ammo kelar qitimliq prezidentninki Oliy sud mahkamasiga ko'rsatgan ta'siri zo'r bo'ladi, chunki kelar qitimliq prezidentlik davrida mayli kim saylansin, bu sochlarniki yeshi cho'ngib qolgan nurg'unlari vazifadan degan masalalar bor. Anda bo'lgan chaqda prezident o'zining ideologiyasiga mos qilgan. Agar Demokratlar partiyasi saylansa, demokratlarni, Jumhuriyatchilar partiyasi saylansa, Jumhuriyatchilarni ko'rsatadi. Bu Amerikaniki, ya'ni kelarki 20 yillik, 30 yillik siyosiy hayotiga ta'sir ko'rsatgan cho'ng o'zgarishni keltirib chiqdi deb qaraymiz. Undan keyin biz Amerikaniki siyosiy tuzilmasidagi saylam va bilet tashlash tuzumini yaxshi bilishimiz kerak. Bunda asosliq Amerikadagi saylamlardan prezident saylimi, davlat majlisi saylimi, lekin har qaysi shtat va yerlik saylamlardan iborat 3 xil saylam bo'ldi. Prezident saylami bo'lsa, har 4 yil bir xil ilib berildi. Kimlar saylovdi desa, xalq saylamaydi, balki saylovchi komitet, electoral college deb bir qurilma saylaydi. Bular har qaysi shtatlarda ma'lum sonda shu saylovchilar bo'ladi. Ko'p sonli biletga erishguchi shu saylovchilar vakillari bilet tashlab qaysi prezidentni saylaydiganligini bekitadi. Bu boshqa davlatlardagi ko'p sonli biletga asosan saylash tuzumiga o'xshamaydi. Masalan, Amerikada Hillary Clinton eng ko'p sonda 2016 saylamda eng ko'p songa erishgan xalqniki. Ammo har qaysi shtatlarniki, masalan, New York yoki Pennsylvania degan bo'lsa, buningda 10 nafar, masalan, Pennsylvaniada qancha saylovchi bor, buni men hozir statistika qilmadim. Ammo 10 deb turaylik, masalan, 10 dona odamningki sayilinishi uchun ikki prezident nomzodi eng ko'p qaysi eng ko'p erishgan bo'lsa, shu shtatnikida, masalan, biz Pennsylvania shtatida 10 million nüfus deb qaragan bo'lsak, 5 million 100 ming saylam biletiga erishguchi shu erishguchi demokratlar yoki jumhuriyatchilar bu biletni ilib o'zi xohlagan odamga tashlaydi deganga. Ammo ba'zi shtatlarda bu adolatsizlikni keltirib chiqaradi. Chunki ba'zi shtatlarningki soni saylovchilarga xos holda electoral college numariga erishilmagan. Bu biroz saylam sistemasiga oid islohot qilishni kutayotgan masalalar bo'lgan bo'g'achqa biz chunqur bilishimizga hojat yo'q. Undan keyin davlat majlisi saylami. Bu davlat majlisi saylamida Avam palatasininki har 2 yilda bir ilib berildi. Kengash palatasininki har 6 yil bir ilib berildi. Senatorlar 6 yil o'tirdi. Avam palatasining a'zolari 2 yil o'tirdi. Undan keyin har qaysi shtatlarningki shtat boshliq saylami va shtatlik palata saylami, shtat palata saylami, avam palata saylami, kengash palata saylamidan iborat. Bu saylamlarda saylam mezgilida har qaysi taraflar o'zining siyosiy ideologiyasini tunishtirdi, keng atrofdagi qo'llovchilardan pul to'playdi. Asosliqi iqtisodning kuchi g'oyat zo'r bo'ladi. Undan keyin saylovchi jamoat arboblari, mashhur shaxslar, san'atkorlar, tantarbiya cho'lponlari qatorliqlarningki kuchiga tayindi. Endi Amerikada bu saylamlarningki adil bo'lishi va bo'lmasligi faqat va faqat sanoqningki yaxshi ilib berilishi bilan aloqador emas. Bu yerda saylamning adil bo'lish bo'lmasligi har qaysi taratqularningki ikki nomzod haqidagi e'lon qilgan xabarlarning rost yoki yolg'on bo'lishi, har qaysi cho'ng taratqularningki o'zi tanlagan yoki qo'llagan saylam nomzodlariga qattiq savol qo'ymasligi, ularni hisob so'rash so'rmasligi bu intayin muhim o'rindir. Masalan, hozir Amerikada navbatda saylam mezgili 3 oy qoldi. Navbatda Washington Post'si, New York vaqt gazeti, keyin yana nurg'un axborot vositalari, jumladan shu Wall Kuchsi,
o'quvchisiga ayrim o'tamiz. Masalan, hozirgi masalan CNN, MSNBC, NBC, CBS, New York vaqt gazeti, Washington Post bular liberal, eng kuchli medialar liberallarniki qo'lda Amerikadagi eng kuchli taratqular. Buniki o'qirmanlari, ko'rmanlari g'oyat zo'r qo'shinga. Bular moliya qo'llaydi. Joe Biden tarafından. Bularniki liberallarni qo'llab, ularga qattiq savol qo'ymasligi Amerikada yana nurg'un kuzak kuchlarniki diqqatini qo'zg'adi. Bular o'zi qo'llagan kandidat bo'lgan Kamala Harrisga qattiq savollarni qo'ymagan. Ammo ularniki har qadamliq suhbat ziyoratlarda Trump va Trumpniki muavin prezident nomzodi bo'lgan J.D. Vance'ga qattiq savol qo'yishmi xalqlarniki diqqatini qo'zg'atadi. Menmi bek diqqat qilgan narsa Amerikadagi saylamidagi axborotningki betaraf bo'lanmasligi va hatto ochiq oshkora hujum qilishi, tuhmat qilishi, haqorat qilishi bu axborotningki Xitoydanmi ba'zi radikal taraflarni ko'rib hayron qoldigan taraflarni his qilib qoldim. Buningga men ochiq oshkora maqolam yozdim bu vaqtda. Amerikaningki axborotlari hargiz betaraf emas, adil, obyektiv emas. Bu saylam uchun va Amerikan sistemi uchun freedom of speech Amerika asos qonuniniki birinchi moddasi belgilangan. Har bir fuqarolarniki oshkora so'zlash huquqi bor deyilgan bo'lg'achqa axborotlar xolig'ini deyalaydi, ammo axborotlarniki mustaqil, obyektiv bo'lishi uchun desa bu bek muhim. Navbatda xalq, umumiy xalqning ko'p qismi cho'ng medialarga ishonmaymiz deb 65% xalq Amerikada shu biz degan sanagan CNN, New York vaqt gazeti, Wall Street, Washington Post ishonmaymiz deyapti. Cumhuriyetchilarning uchun desa cumhuriyetchilarningki konservativlarniki Fox xabarlari, New York pochtasi, Wall Street degandek cho'ng axborot vositalari ularning bor. Ularga o'xshashlar demokratlarga qattiq qo'pol, keskin muomala qildi, ammo o'zining nomzodlarini himoya qildi. U taklif qilgan barliq obzorchilar to'xtamay Donald Trumpni maqtaydigan, konservativ ideyani ko'k ko'taradigan, ammo liberal va progressiv ilg'or bo'lgan ideyalarni, progressiv deymiz, ilg'or emas, taraqqiyotchi, taraqqiyotparvar deylik, taraqqiyparvar ideologiyalarni tanqid qiladigan obzorchi va siyosiy analizchilarni taklif qildi. Demak, bu endi Amerikaningki axborot vositalarininki siyosat ustiga o'rnini bilish birinchi muhim o'rinda turdi. Chunki saylam mezgilida masalan Kamala Harris bir hafta ichida $200 million pul yig'ib Amerika tarixidagi eng zo'r rekord yaratdi. Saylam temasiga oxirida kelaylik. Ammo men qo'shimning sababi so'zlash huquqining muhimligi uchun freedom shu Amerika siyosatida so'zlash huquqining muhimligini ta'kidlash uchun qo'shib qo'ydim. Kelsak bo'ldi albatta. Amerikaningki siyosiy tuzilmasi yuqorida siz deb o'tgandek, endi bugungi dunyoda demokratik tuzumga nisbatan o'lga deb qaraladi. Albatta, keyin siz media axborot erkinligi qismidagi nuqsonlar mavjud. Media albatta dunyoning hech bir yerida betaraf bo'lolmaydi ekan, davomli kuchga, huquqqa, pulga og'irlagan narsa ekan. Ammo Amerikaningki hamda shu nuqsonlari bilan turib hamda yenilam dunyodagi eng kuchli bir demokratik davlat bo'la olishi. Buningdan 2400 yil burun Afinada kichik bir shahar davlatlarida tatbiqlangan demokratik andizalarni Amerikadagi 300 million nüfusga ega va dunyoda jo'g'rofiya jihatdan 2-3 o'rinda turadigan cho'ng bir rayonda tatbiqlash orqali buni dunyoga umumlashtirishni hatto o'ziga bir vazifa qilib üstlenganligi bu bugungi dunyoning siyosiy tuzilmasi va siyosiy jihatdagi insoniyatning taraqqiyotida mislsiz bir hodisa. Endi Amerikaningki shu tuzilmasininki orqasida qanday bir falsafa, qanday bir nazariy arq ko'rinishi yotgan. Shuni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bu Amerikaningki siyosiy falsafasi, siyosiy nazariyasi, siyosiy ideologiyasi deganlarning hammasiga biz tuvandagi bir necha nuqtadan qarasak muvaffaq deb o'ylayman. Oldindan shuni bilish kerakki, Amerika siyosiy falsafasi yoki siyosiy ideologiyasi deganda konkret qo'lga chiqadigan gaplar
faqat uningga cho'nqur cho'kkan vaqtda nurg'un nazariyaviy gaplarni o'qigandan keyin shakllanadigan bir tushuncha. U qandaqdir chunki bu nazariyaviy ideyaning hammasi bu idea va tushuncha bo'lgan bo'lg'achqa, ideyaviy tushuncha narsaning hammasi ko'pincha abstrakt bo'ladi. Shuning uchun bu yerda tushunadigan muhim nuqtalardan birisi klassik liberalizm. Amerikadagi Amerikaning siyosiy ideyasiga ta'sir ko'rsatgan eng muhim yadroli qarashlardan birisi klassik liberalizm. Klassik liberalizm degani nima desa, bu shaxsiy huquqni ta'kidlaydi. Hukumatning huquqini cheklaydi. Lekin bozorning erkin bo'lishini tashabbus qildi. Undan keyin shaxsning mol-mulkini qo'g'daydi. Lekin kapitalistik egilik huquqini tashabbus qiladi. Bular intayin muhim. Bu albatta Amerikaning shu klassik liberalizm Amerikaningki qurilgan vaqtida Amerikani qurg'ichi hisoblangan founding fathers tarafidan e'tirof qilingan yadroliq nazariya klassik liberalizm deb ataladi. Endi bu qaysi hujjatlar ta'kidlangan, buning manbasi yozma iddiasi bormi desa, Amerikaningki birinchisi mustaqillik xitobnomasi, Declaration of Independence bilan Amerika asosiy qonuni dal bizda vatgan shu klassik liberalizmning tarixiy hujjatlari, paklari hisoblanadi. İkinci nazariyaviy va biroz materialistik manba Amerikaningki siyosiy nazariyasiga oid federalistik ideya, federalizm. Bu federalizm biz bayatında dedik. Bu huquq markaziy hukumat bilan har qaysi ayrim shtatlar orasida taqsim qilingan federatsiya tuzumi. Bu huquqni biroz balans qildi. Butunlay markaziy hukumatga barliq huquqni berib etmaydi. Shunaqla barliq huquqni yerlik hukumatlarga berib etmaydi. İkisining o'rtasida tangshab turdi huquqni. Bu federatsiya tuzumi. Buningki ta'siri chu desa, bu o'xshashlam Amerikaningki manbasi bu xil federatsiya tuzuminiki asosiy qonunda ochiq belgilangan. Amerika asosiy qonunida shu federatsiya tuzuminiki manbalari material orqali belgilangan. Uchinchisi huquqni ayritish tuzumi. Huquqni ayritish tuzumi Amerikaningki siyosiy tuzilmasidagi pek yadroliq narsa. Bu nima uchun huquqni ayirdi desa, Amerikada Amerikaliklar Amerika qurilishdan burun Angliya mustamlik turayotgan bu cho'ng quruqliq Angliya podshohining diktatorlik tuzumi va butunlay egallash tuzumi, fuqarolarning erkinligini cheklashga qarta buningga norozilik ifodagan isyondan shakllangan bir hukumat. Ondashgan vaqtida isyonkorlik orqali mening huquqimni o'zim qo'g'dayman degan iddia bilan qurilgan bir davlat. Bo'lmasa Angliya mustamlik tusi bo'layverdi. Shuning uchun ular ashu xil ya'ni xalqning fuqarolarning huquqini kafolatga ega qilish uchun nima lozim deb o'ylab chiqib, eng oxirida huquqni ayirib o'tish eng muhim ekan. Buningda hukumatning huquqini 3 bayat sanab o'tgan 3 markaziy narsaga ayirish lozim ekan. Ya'ni ma'muriy tarmoq, qonun chiqarish tarmoqi va sud tarmoqidan iborat 3 huquqqa ayirib o'tgan. Endi bu o'xshashlar Amerika asosiy qonuni orqali kuchga ega bo'lgan. 4-chi nuqta cumhuriyetçilik tuzumi. Amerika'nın siyasi nezriye arka görünüşü de republikanizm yani rolü intayin zürür mühim orundurdu. Bunun da ne teşebbüs kılındı dese bu siyasi sistema saylam halkının saylam arkalı vücut'a geliyordu. Ve bu saylam demokratik halde ilip verildi. Ama Amerika demokratiyası başka demokratlarga o'xshamagan holda vakillik xarakteriga demokratiya deb qaraldi. Representative democracy. Amerika demokratiyasining farqi nima desa, bu vakillik, ya'ni men o'zimning eng oxirgi salash huquqini bilet tashlab ma'lum bir odamga berma, u odam menga vakolatdan so'z qildi. Bu representative democracy. Bu 4-chi xil narsa, 4-chi xil asosiy nazariya. 5-chisi ko'p xillik. Bunda pluralism deymiz. Bu chu desa, bu har qaysi manfaat guruhlari, har qaysi etnik guruhlar, har qaysi yerlik mol-mulk, kapital yoki siyosiy kuchlarga ega bo'lgan har qanday guruh shaklda vakillik qilish, so'z qilish, lobiylik qilish huquqi bo'ladi. Ular mayli hukumatga kirsin yoki kirmasin, o'ziga vakolatdan tashkilot qurish, so'zlash
fikir bayon qilish, o'zining manfaatini qo'llash huquqiga ega va bular qonun bo'yicha qo'g'diladi deb qaralgan pluralizm, ko'p sonliq. Undan keyin 6-chi xil siyosiy nazariyalardan birisi federatsiya tuzimiga qarshi bo'lgan ideya. Bu hozir Amerikaniki qurilishdimi bo'lgan ekan, bu federatsiya tuzimiga qarshi hozirmi bor, ammo kuchli bo'lmasimi mavjud. Buni bilish lozim. Ya'ni hamma narsa butunlay 100% muqimlashib ketgan emas. Ba'zi narsalar o'zgarib turdi degan gap. 7-chi xil siyosiy nazariya nima desa, ommaviy to'xtam tuzumi. Buni nima deyilgan desa, bu yerdagi federatsiya tuzumiga qarshi kishilar ayrim har bir shtat mustaqil bo'lsin demdi. Bular asosliqi federatsiya tuzumiga qarshi tuzumlar bu markaziy hukumatning huquqi bek kuchli bo'lib ketdi. Bu huquqni ojizlashtirish kerak deydi. Bu ayni vaqtida Patrick Henry degan odamningki siyosiy ideyasi. Yerlikning huquqini kuchaytirish kerak deydi. Ammo bo'linib chiqish tashabbus qilmaydi. Bo'linib chiqish tashabbus qilgan ideyalar bor, lekin kuchli emas. O maxsus bir iqlim bo'lib shakllanmagan. Hamda bu federatsiyalizmda markaziy hukumatning huquqini kuchaytirdi. Federatsiya hukumiga tuzumga qarshi turganlar cho'disa, shtatlarning huquqi kuchli bo'lishi kerak. Markaziy hukumatga biz bosh topshiramiz, armiya jihat hamkorlashamiz, ammo yerlikdagi barliq ko'chmanlar, anikin ma'rif tuzilmasi, sahiya, davolash, anikin sug'urta degan narsalarning hammasini bu emas deb qaraydi. Buning bozori kuchli bu iqlimlar kuchli. Ham Amerikaniki har qaysi tarixiy davrlarda, har qaysi prezident davrida prezidentning va ma'muriy hukumatninki markaziy hukumatdagi ta'siri o'zgarib turgan. Masalan, Ronald Reagan davrida, Ronald Reagan eng qarshi ilingan prezident. Bundan taxminan 20 yillar atrofida o'tgan odam. Uningki siyosiy ideyasi nima desa, markaziy hukumatning ta'siri ojizlashishi kerak. U prezident, jumlachilarningki prezidenti. U markaziy hukumat nima uchun kuchli bo'ladi? U kommunizmda markaziy hukumat kuchli bo'ladi. Bizga federatsiya tuzumininki haqiqiy mohiyati, federatsiya tuzumini haqiqiy tushunsak, bu davlatniki, markaziy hukumatniki kuchi ojiz, shtatlar o'z-o'zi hukmronlik qilish huquqiga ega bo'lish kerak degan. Undan keyin 7-si biz ijtimoiy to'xtam nazariyasi deb social contract theory degan. Bu nima deyilgan desa, bu shaxslar hukumat shakllantirishga o'z roziligi bilan, masalan biz tug'ildik, Amerikada tug'ildi, bo'lgan nazariya. Avtomatik holda hukumat qurilish va qonunga bo'ysunishdan iborat mushu xil ideya tushunchini xalq fuqaro bo'lib avtomatik holda qabul qiladi deydigan ommaviy to'xtam nazariyasi. Bu biroz falsafiy tushunchaga ega. Bu Amerikadan barliq emas, balki butun dunyo hamma yerlarda o'rtaq o'zi tug'ilgan yerki, ya'ni bizning yerligimiz esa nega borsang shu yerning tuzumiga bo'ysun degan gap. Ya'ni Amerika tug'ilib qolganligi uchun Amerikaning qonuniga bo'ysunish kerak degan bir ideya tushuncha. Bu shu 7-si. 8-si critical yadroliq nazariyalardan shu hukumatning siyosat, ijtimoiyat, jamiyatdagi barobarsizlik, nohaqlikdan iborat mush narsalarni tekshirish, uni hisob so'rash siyosiy nazariyasi. Ya'ni bunda qanday hold accountable, check and balance degan, ya'ni to'g'ri xatoni ayirish uchun nazorat sistemasini o'tirib qo'yish. Bu Amerikadagi eng muhim taraflardan birisi. Maxsus bir mas'uliyatchan davlat. Mas'uliyat surishtirish tuzumi. Buni bir necha xil atalg'usi bor. Check and balance deydi. Anikin check power deydi degandek. Bunga maxsus bir organ bor. Bu organ har yili Amerika hukumatinining qonunni qanchalik ijro qilmaganligi haqida sonliq ma'lumotlarni ta'minlaydi. Bu hukumatning apparati, ammo hech qaysi hukumat, hech qaysi partiyaga qaramaydi. Bu mustaqil bo'lgan bo'g'achqa, uning so'zlari ikkala partiyadan qabul qiladi. Ammo saylov mazgili kelgan chog'da unda hukumat unga hech kim quloq soladigan vaqt yo'q. Fuqarolarning unda kimning gapirasi, kimning yolg'onni ayridek iqtidorim yo'q. Amerikaliklarning hammasi bu qadar o'lchamlik, bilimlik, 100% hammani
shu bilim o'lcham bo'lish ma'noga odamlar emas. Ko'p qismi ommaviy, nazariy. Demokratiyaniki bir hem artıqçılığı hem nuqsani bu. Saylanma oldida hamma odam qanday qilsam qilib yansam deydigan darajada qonunga rioya qilmaydigan bir yavoyilishidi. Andikin saylandı utib chiqqandan keyin tutgan taraf darhol qonunga rioya qiluvchiga aylanadi. Tartibni saqlovchi shundoq. Bu temada so'zlaydiganlarimiz tugagan bo'lsa, menimki so'raydiganim endi bu yerda sizningki ma'lumotingiz bor. Bu Amerikadagi demokratiyaniki tuzumniki shakllanishida Yevropadagi inqiloblar cho'ng rol o'ynagan. Yevropadagi adabiyot san'atning gullanishi qarshi harakatlari demasam Amerikaliklar Yevropadan qochib bo'lgan insonlar nurg'uni yoki qo'llangan insonlar. Endi nemishqa bu yerda demokratiya 2000 yilning oldidan Yunonda bir mezgil davr surib, bundan keyin Rim imperiyasidan burun Rim Cumhuriyetida qisqa mezgil davr surgandan keyin dunyoda ishlamagan bir tuzum endi bu. Endi Amerikaniki buni tatbiq olishi, amalga oshira olishida nima asosliq omil? Ya'ni Amerikaniki bu yerdagi siyosiy jo'g'rofiya jihatdan aytgan vaqtda nima alohidaligi bor? Qanday bo'lib bu tuzum Amerikada tatbiq qilinib qoldi? Nemishqa boshda Yevropada yoki dunyoninki tarixidan olib aytganda adabiyot va boshqa madaniyat jihatdan ilg'or bo'lgan O'rta Sharqda, Sharq Osiyo taraflarda paydo bo'lmasdan texi dunyoga kelgili 500 yil bo'la bo'lmagan Amerika qit'asida amalga oshdi. Bu yaxshi savol bo'ldi. Buni tushunishdan burun oddiy bir nuqta Amerikaniki ayni vaqtdagi nüfus qurilmasini tushunish intayin muhim. Ya'ni Amerikaning qurg'uvchilarinki bu qanday odamni, kim qurgan bu davlatni? Mehmet Samet nereden kelib bunday bir tuzumni o'tirib qo'ydi. Bu sargandallar qanday bir quruqlik kelib bilan bu yerda tushunish pek muhim. Ayni vaqtda Amerikani qurg'uvchilarinki ko'p qismi Yevropa, hammasi ko'p qismi emas, butunlay hammasi Yevropadan qochib kelgan. Diniy huquq tugichilar bor buning ichida. Ya'ni o'zining davlatida diniy huquq erishamagan. Kuchli xristian e'tiqodiga ega. O'zining davlatida masalan ba'zi davlatlarda yeni islohotchi diniy iqlimni cheklagan. Ba'zi davlatlarda bid'atchi azg'unda o'limga buyurgan, turmalarga tashlagan, palagan ahvollar ko'p bo'lgan. To'g'ri. Ko'p qismi yine boylik izlab kelganlarmi? Bu. Hamda bu ikki xil omil, ham boylik, ham diniy erkinlik izlaguvchilar hammasi o'xshashlar nima iqlimga tabiat desa, bular jamiyatga isyankorlik qildigan. Ya'ni o'zining jamiyatini rozi bo'lmagan tuzumga qarshi insonlar. Qarshi turg'uchi isyonkor insonlar. Bunday insonlar o'zining jamiyatini og'dirib tashlaydigan aqlli, kuchli inson bo'lmasmi, ammo yengillik yaratishga moyil insonlar. Bular Amerikaga kelishdan burun ko'p qismi ayni vaqtida ba'zilar kelgili 3-4 yil bo'lgan Amerikaga kelgili. Ya'ni shu davlatning qurg'uvchiligini qilishadi. Ya'ni ba'zilar ota bobosi mishada Amerikada tug'ilgan 40-50 yil bo'lgan insonlar. Buning hammasi Angliyada masalan, Angliya tug'ilgan odamsa advokat, mishada Amerikaning davlat asosiy qonunini tuzishga, Cumhuriyet mustaqillik kitobnomasi yozishda qatnashgan hammasi advokat yoki yozuvchi yoki yaxshi tarbiya ko'rgan insonlar. Bular yosh, 30 yoshliklar bor, ko'p qismi 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan insonlar. Amerikaniki davlat qurg'uvchining hammasi 30 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan nihoyat yosh, zabardast odamlar. Eng yoshi 21 yoshlik bir bola, 21 yoshlik bola qatnashgan bunga. Buning hammasida nima bor desa, bular qonun yaxshi o'rgangan. O'zingda Angliyada masalan, Amerikaniki qonunida Angliyaning ta'siri kuchli, chunki inglizlarningki common law, ommaviy qonunlar. Endi sizning savolingizningki tipi mishada shakllanadi. Nima bo'lib bu Amerikaliklarda qutuqliq holda dunyoning hech qanday yerida texi sistemli holda barliq kelmagan yangicha bir demokratiya tuzumni barliq keltiradi desa, oldindan buning hammasi ko'p xillikqa ega.
ko'p xil bir arx ko'rinishga ega. Amerikada Philadelphia'da ayni vaqtida bular necha oy asosiy qonun zal deb zal qurib, shu zaldan chiqmay turib, maxfiyatni saqlab, nima davlatni qanday quramiz deb talog'i chiqmay, kotibni daftarini mustahkam saqlag'izib, muzokara qilib, Angliyada manda bo'lgan, Germaniyada manda bo'lyotdi, Fransiyada manda bo'lyotdi. Biz qanday qilib shu inglizlarninki mustamlikasiga qarshi chiqib qolmaymiz? Qanday qilib biz o'zimizga podshoh saylay olmaymiz? Biz qanday qilib shtatlar xalqni bo'zaq qilishga yo'l qo'ymaymiz? Biz qanday qilib hamma narsa hamkorlashib olgan qilamiz deb buni bek ko'p o'ylangan. Bu vaqtimi yozilgan kitoblar bek ko'p. Ayni vaqtida kim nima degan, xotirdan deb yozgan, kimning iddiasi qanday bo'lgan narsaning hammasi aniq tasvirlangan. John Henry, John Locke, Thomas Jefferson, Madison, James Adams qatorliqning hammasi, George Washington ashunning hammasi kechimi kunduz o'ltirib eng ilg'or narsalarni ta'minlagan. Bu muzokara ayni vaqtida buning hammasi o'zi o'rgangan siyosiy arx ko'rinishi. Bular ayni vaqtida buning nurg'unlari shtat boshlig'i, Angliyaning qo'l ostidagi har qaysi shtatlarning boshliqlari bor bu yerda. Ana bu siyosat tushunadi. Endi ular shu siyosatni tushungan bo'lgan ekan, uning qanday qilganda shu xatoligidan, diktatorlik saqlanib qolamiz deganda nihoyat kuchli paketni o'tirib qo'ygan. Uning qo'shilmaganlarning fikrini kirgizgan shunga. Hamma fikrini aklab, ya'ni qayta muzokara qilib, eng yaxshini o'tirib qo'ymaymiz deb barliq keltirdi. Hamda bunga har xil javoblar bo'lishi mumkin, ammo utuqliq javobning birisi Amerikaningki eng utuqliq bir narsa palataning ikkiga ayritilishi intayin utuqliq bir tuzum. Bu birisi. Ikkinchisi hukumatni 3 ramkaga bo'lib o'tish. Ya'ni adliyani ayrim, qonun chiqarish apparatini ayrim, prezidentning huquqini ayirib qo'yishning o'zi bu Amerikaningki eng cho'ng muvaffaqiyati deb qaraladi. Va nurg'un amerikaliklar davlat majlisiningki ba'zi davlatlarga o'xshash faqat birla qonun chiqarish apparati emas, balki ikkiga bo'lib o'tishi. Avam palatasiningki moliya, davlat hamchoti qatorliq hukumat amaldorlarini jazolash qatorliq manda usul huquqiga bo'lishi, kengash palatasining xalqlar diplomatik qonun loyihalari imzolashga nazoratchilik qilishi. Buning hammasi bu uzun muddat orqali muzokara. Buni 250 yildan keyin bu qonunni hech qanday cho'ng o'zgartirilgani yo'q. Masalan, birinchi asosiy qonunda, birinchi moddasida fuqarolarning fikr qilish erkinligi bor degan bu so'z o'zgartirilmadi. Ikkinchi asosiy qonunda ikkinchi ikkinchi moddasidagi fuqarolarningki o'zini qo'g'dash huquqi bor degandek qurol ishlatish qatorliq huquqlari hozirgacha muzokara qilinmayotdi. Ammo ila ham fuqarolarningki davlatga avval fuqarolarga huquq berish, ya'ni Amerikaniki tuzumida avval fuqaroning huquq kapolatiga qilinish kerak. Bu birinchi. Ikkinchisi fuqarolarning shu huquq asosan davlatga xizmat qilish huquqi. Bu tartib bo'yicha olgan chog'da avval fuqarolar huquq erishgan. Gap qilish huquqi, ibodat qilish huquqi, siyosiy huquq, partiya huquqi, namoyish huquqi bu huquqni oldi bilan berib o'tgan xalqqa. Ikkinchi qilib, sen shu huquqqa erishding. Unda bo'lgancha xalqqa davlatga sen qaytarsan deganni bergan. Bu qonundagi tartiblar. Endi bu narsaning hammasi meningcha, men tushunishimda oldi bilan bu ko'p xillik, ya'ni Amerikadagi jamiyat, ayni vaqt jamiyatning faqat bir Angliyadan olmaganligi bu tuzumda. Hozirgi Amerikaliklarningki Yevropaliklar din kelgan bo'lsa 65% dan 62% egallaydi. 2024 statistikada 60% atrofida Yevropaliklar bo'lsa. Yevropaliklardan kelgan bolalarning bo'lsa. Ana bu 60% odamlar Amerikaningki siyosat, adliya, ya'ni asosliq yadroliq narsaga ta'sir ko'rsatib turibdi. Buning ichida 14%lar German pushtin bo'lgan. 10% dan 12%gacha bo'lganlar Irlandiya pushtin bo'lgan. 10% atrofida 8% gacha bo'lganlar bular Italiya pushtin bo'lgan. 6% dan 10% gacha bo'lganlar Angliya pushtin bo'lganlar. Buning hammasi aqtallik. Bu 4 davlatningki pushtlari Amerikada intayin jiq. Albatta, Polshadan bor, Chexdan bor, boshqa Fransiyadan bor. Ammo ular Ispallar jiq emasmi? Ispallar hozir eng jiq. Bu Ispallar İspaniyadan kelgan Yevropalik pushti emas, balki ispanlashtirilgan yerlik Latin Amerika'dan kelgan ispanlar. Buni biz ispanlar demaymiz, Amerikada Hispaniklar deymiz. Ya'ni ispanlashtirilgan yerliklar. Bular aqtalliklar emas. Buning ko'p qismi
boshqa bir atalg'usi bor, Amer deydigan, men unutib qoldim konkret atalg'usini. Shuni postim bo'lganlar. Ha. Ana bo'lganki bu Amerikadanki qutuq muvaffaqiyati Yevropaninki ilg'or narsalarni qabul qilganlik bilan aloqador. Ammo Yevropalikning o'zi ayni vaqtida Fransiyadan Amerikaga 1824-yili ziyoratga kelgan ayni vaqtdagi eng dangliq siyosiy analizchi Amerika demokratiyasini tasvirlab, insoniyat tarixida insonlar bayqagan Alex Tocqueville. Ha, Tocqueville Amerikaliklar dunyoda insoniyat o'ttirib qo'ya olgan, ham ijro qila olgan eng ilg'or tuzumni o'ttirib qo'ygan degan. Bu kitobning ismi Ben bayan şu Alex Tocqueville hakkında gap kısturmakçı dedim. Sizin gapinizde bilip etmeydigen. Siz degandek Alex Tocqueville Fransiya inqilabıdan 100 yıl keyin Amerikaga borgandan keyin bu Amerikaning demokratiyasini ko'rib hayron qoldi da. Hayron qilib, acaba biz milyonlarca odam o'lib, necha qatim inqilob qilib, 5 qatim davlatni o'rib, 5 qatim qurib, shundoq yurib buni barpo qilamaptimiz. Ama bu quruqliqda bu xalqlar barpo qilib bo'pti-ku. Biz orzu qilgan, biz o'qigan Yunonning, Grekning, Rimning kitoblaridan o'qib havas qilgan narsani bu Amerikaliklar barpo qilib bo'pti-ku. Buni qanday barpo qildi deb hayron qolgan va buni maxsus kitob qilib yozganda. To'g'ri. Darvaqa hamda darvaqa hozir nurg'un masalalar saqlanliq. Amerika demokratiyasi mukammal demokratiya emas. Unda nurg'un masalalar saqlangan. Chuvalchaqlik bor, adolatsizliklar bor. Ammo u yili ham insonlar hozirgacha ijro qila olgan, biroz odillikka yaqin bo'lgan tuzilma. Chunki dunyoning hech qanday yerda mutlaq mukammal bo'lgan adolat sistemasi mavjud emas. Ammo shularning ichida biroz futuqliq muvaffaqiyatli bo'lgani Amerikaniki tuzumi. Amerika demokratiyasi qonun va siyosat tuzumidagi afzal yeri nima desa, uning eng oxiri biz bayat sanab o'tganga o'xshash, uning o'zini o'zi nazorat qilish, o'zini o'zi yangilash, o'zini tuzitish, uningga challenge qilish, uningga xiris qilish imkoniyatining bo'lganligi. Ya'ni xatolik bo'lganda uni tuzitish imkoniyatining bo'lganligi. Gerçi nurg'un masalalar hal bo'lmaganlik. Masalan, qurol cheklash masalasi, ko'chmanlar masalasi, bola tushish masalasi bu hal bo'lmaganlik. 30-40 yildan beri bu 3 masala qurol, ayollarningki bola tushirish, ko'chmanlar masalasi 30 yildan beri o'xshash takrorlanadi. Hal bo'lmadi. Ammo bu yana davomli muzokara orqali o'tirib qo'yilayotgan yangi ideyalar biriktilayotgan. Chunki bu narsalar faqat Amerikaning ichidagi emas, dunyoviy global, ya'ni yarasharlashgan insonlarningki bog'lanishi bilan aloqador narsa bo'lgan ekan, bu fikr o'zgarib turdi, nupus, demografiya o'zgarib turdi, shuning ta'sirchanligimi o'zgarib turdi degan gap. To'g'ri. Bu yerdan Amerikaningki demokratiyasiningki sistemasining bu qadar yaxshi ishlashida hamda siz boya deb o'tgan Amerikaning qurg'uvchilarining ziyoliligi, falsafachiligi, ularningki bilimlik insonlar ekanligi mencha birinchi omilmikin deyman. Nimishqa deganda Amerikani do'rab shu xil sistemini dunyoning nurg'un yeriga yerlashtirib boqdi insonlarcha. Ama şu şekilde işlemedi. Mesela parlamentlarını kurup iki palata tesis kıldı nurg'un devletler. Onu işlemegenlikten, kanukengenlikten akıdın birleştirdi. Mesela Türkiye bunun tipik misali. 70. yıllarda iki palata tuzumuga ötüp, iki palata birbirinden kilişip bir iş kılanmay, bir kanunu makullayanmay, hükümetin ihtiyacından çıkanmagandiken parlament. Ahırı bombaydiken bu da yani birleştirdi 80. yıllarda. Ondan keyin nurg'un davlatlar nima Cumhuriyet nomini ishlatib prezident tuzumiga o'tdi. Ammo buni kontrol qilolmay, cheklayolmay, qisqa mezgillar ichida diktatorga aylantirib qo'ydi u prezidentlarni-chi. Masalan, butun arab davlatlari yoki Sharq Osiyodagi nurg'un davlatlar shunday. Chunki bu yerda kuchli tangshash mexanizmi yo'q-da. Qarshi chiqish, kontrol qilish narsa yo'q. Biz Uyg'urlarningki tushunchimizda shunday. Bir odam ishni yaxshi qilgan bo'lsa,
onun hata kılgan tarafiga köz yumsaq buludu deydi bizdeki felsefemiz için. Çünkü onu tosap koysak yoki cheklab qo'ysak, texmi yaxshi qildiganlar chiqmasa, yo'qolib ketarmiki degan bir endishi bor, qo'rqinish bor. Shuning bilan yaxshi qilgan odamninki yomon qilgan tarafini ko'may, u odam oxirida diktatorga aylanadi. Başta hürmet qilib demaymiz, ondan keyin u odam keyin digizmaydi bizni çok. Doğru. Amerikanınki yaxshi yeri siz degandek, gerçi 50 yıl, 30 yıl hal bo'lmagan masalaları bo'lsa-mu, ama davamlıq bunu bir taraf bilan bir taraf kural işletmey ama til işletip, kalla işletip bir-biri bilan intayin ig'ir so'zlarni ishlatib raqobatlashalaydi, munozara qilalaydi. Bu xil muhit oxirida kishilarni nimaning to'g'ri, nimaning xatoligiga yetaklaydi-da tadrijiy. Ondan keyin siz boy degandek, hamda nopus qurilmasidagi idealik o'zgarishlar oxirida hamda ma'lum bir masalaga qarata bir o'rtaq tunishni shakllantirib, shu bir mezgil ustunlikni egallaydi. Yana bir mezgilda yana bir ustunlikni egallaydi. Shunday davom qildi deb o'ylayman. Endi bizningki temamiz jiq, savol jiq, vaqt bir yerga beribdi. Shunga bu temadan o'tsak, Amerikada ikki qutupluq siyoset qanday bo'lib shakllangan? Amerikaning siyosatiga qaraydigan bo'lsak, bo'libmi Iroqdan qarasak ko'zimizga chiliqadigan tunji narsa Amerikada ikki partiyadan boshqa partiya yo'q. Xuddi ba'zi kishilar Amerikada uchinchi bir partiya qurishga yo'l yo'qmi, ruxsat yo'qmi, qonun yo'l qo'ymamdi degan savolni kallaga keltirdi. Masalan, Turkiyaga o'xshash 80-90 partiya bor, saylamda az deganda 20 partiya qatnashadi. Medialarga chiqadigan az deganda 10 bordan. Bundaq ahvolda Amerika siyosatining bizga eng ko'rinadigan qismi ikki qutupluq siyoset. Bu Amerikada bu ikki qutupluq siyoset, o'ng va so'l ayrimi qanday shakllangan, bu qaysi omillarga tayangan? Amerika'nınki siyasi partiya tüzümü 1780 yıldan 1790 yıl bo'lganmi shu dastlabki qurilganiki 10 yillik davri, birinchi bosqichlik davri partiya 2018. Ayni vaqtda George Washington siyasi partiya qurishga qarshi turgan. Bu siyasi partiya qanday qilamiz? Bu parlament tüzümü tursa, parlament tüzümü bo'lgan ekan, davlat majlisi bo'lgan ekan, davlat majlislar mal qilmamdiqmi? Davlatlar mal qilsa bo'lmamdi ishlarni. Bu siyasi partiyaniki hech qanday ajiti yo'q. Bizda hozir saylam bo'lgan ekan, biz raqobatlashamiz. Kimi xohlasa shu bo'ladi. Davlat majlisi bor. Davlat majlisidan saylam bor, mening saylam bor. Partiyaning ajiti yo'q. Bu partiya degan xalqni biludi deb George Washington qattiq qarshi turgan. Thomas Jefferson, yani Amerika'ningki 3-chi navbatlik prezidenti. Amerika mustaqillik xitobnomasininki avtori. Dunyodagi eng muhim hujjatning avtori Thomas Jefferson, advokat. Shu odam bu partiya intayin muhim. Partiya bo'lmasa bo'lmaydi. Partiya degan bir odamlarning o'xshash iqlimdagi odamlarni bir yerga keltirib, davlatni kuchlantirdi deb partiya qurishni tashabbus qilgan. Ayni vaqtida Amerikadagi tunji gazetining ismi Federalist, federalizmchilar gazeti bo'lib, bu Thomas Jefferson boshlig'idagi federatsiya tuzumini tashabbus qilishlarning ideyasini bozorga soldigan propaganda bo'lgan. Bu Thomas Jefferson, George Washington bilan ikkisi bir idora. Thomas Jefferson prezident George Washingtonninki tashqi ishlar ministri turib, prezident George Washingtonga qarshi o'zining ideyasini bozorga soldigan jurnalning qurishiga tashabbus qilgan va to'xtamay prezident George Washingtonga qarshi tanqid e'lon qilgan. Prezident George Washington o'lib ketib bo'lguncha Thomas Jefferson bilan munosabatlar ko'ngli qattiq kelgan. Ikkisi dushmanlashmagan, ammo Thomas Jefferson ideyasi bek ilg'or. Prezident George Washingtonniki Amerika xalqi va hukumat sistemasidagi o'rni bek yuqori. U armiya, general, davlatni qurgan, taraqqiy qilgan, bayram bo'lib saqlab qolgan, Angliya mustaqilligini urush orqali qo'llab chiqargan tunji prezident. Bu hurmatga qattiq sazovor bo'lgan, nihoyat egiz, bek egiz odam. 1 metr 83 santimetr qilgan oq ko'ngil semidim. Ayni vaqtida bu tuzumni
bu adam qattiq qarshi turgan bo'lsa, eng oxirida shu vaqtida tunji partiya iqimi shu vaqt shakllangan. Ya'ni federatsiyani qo'llovchilar iqimi va federatsiyaga qarshi turuvchilar iqimi deb. Bu Thomas Jefferson bilan prezident George Washington o'rtasida shakllangan. 1790-yildan 1820-yilgacha bo'lgan araliqcha desa, bu federatsiya partiyasi bilan demokratiya Cumhuriyet partisi o'rtasida shakllangan. Ikki partiya bo'lgan bu vaqtda. Bu partiyalarning iddisi Federalistlar partiyasi o'xshashlam dastlabida George Washington ta'siriga uchragan bo'lsa, keyin 1812-yili Angliya bo'lgan tashqi siyosatni g'oyat zo'r Angliya parast bo'lganligi uchun bu biroz qo'llashdan mahrum qolgan. Keyin shu davrdagi partiyaning yana birisi Demokratiya Cumhuriyetchilar partiyasi. Ya'ni ikki partiyaning hozirgi Demokratiya Cumhuriyetchilar partiyasining ikkisining nomi qo'shilib Democratic Republican Party Mujassam deganda vaqtda. Bu shu Thomas Jeffersonning partiyasi, Democratic Republican Party degan partiya. Keyin hamda 1820-yildan 1850-yilgacha bo'lgan 30 yillik davrda bu chaqda Demokratik partiya rasmiy ayrilib chiqqan. Ya'ni shu Democratic Republican Party Republican deganni chiqarib o'tib, Demokratik partiya qurmaymiz deb partiyaning ismini Demokratga o'zgartgan. Bu partiyaningki yetakchisi kim bo'lgan desa, 6-navbatlik prezident Andrew Jackson bo'lgan. Andrew Jackson Federalistlar partiyasi yo'qolib ketganmi undan burun? Federalistlar partiyasi yo'qolib ketgan. Shu davrda yo'qolgan. Ammo uning iddasiga yaqin keladigan Whig partiya degan bir partiya qurilgan. Whig partiya. Bu Whig partiyaning Whig deganninki inglizchasi nima bo'ldi, uyg'urchasi nima bo'ldi, men hozir buni qarab o'tay. Bu Whig degan buni tarjima qilmabdi. Shu Whig partiya deb atabdi buni. Bunun ideologiyasini bilsak muhim bo'ldi. İsmi Whig partiya, ideologiyasi nima desa, bu partiya Demokratlar partiyasiga qarshi turgan, bu asosligi kuchlik davlat kuchini, markaziy hukumatni tashabbus qilgan. Undan keyin qulluq tuzumga qarshi turgan. Ayni vaqtida Demokratlar partiyasi qulluq tuzumni himoya qilgan, Cumhuriyetchilar partiyasidagi burungi sobiq gavdasi shu desa, qulluq tuzumga qarshi turgan. Qulluq tuzum bormi shu vaqtda taxa? Qulluq tuzum batdi. Prezident Amerikaning tunji prezidenti George Washington'ninki 315 tane quli bo'lgan. 315 tane qulning ichida 20 necha qul ayolining quli o'zi uning ichida nechisini sitib olgan. Prezident George Washington prezidentdan iste'fo so'ragandan keyin Amerika bunday bir qonun ma'qullangan. 6 oy ishlagandan keyin bir qulni cho'qimki ozod qilib o'tish kerak degan bir qonun ma'qullangan. Shuning bilan George Washington bu qulni ozod qilishdan men bunda cho'ng Prezident George Washington'ninki hozir Virginia shtatidagi Alexandriyada Mount Raymond degan bak cho'ng dachisi bor. Ayni vaqtida 200 acre yaqin zamin bor. Katta boyning bolasi bu George Washington degan odam. Bu odamninki ekinzorligi va zavodi bor, otlari bor. Buni biqish uchun bu odamga qul lozim. Shunga bu odam qanday qilgan desa, men 6 oydan keyin ozod qilmayman bu qulni. Men cho'qimki 6 oy ishlaydi, bunda yutkayma birgaga, u yerda azroq ishlaydi, qaytib akib yana qul qilaman deb xalqlarni to'xtamlashib turib, bu qonunni saqlangan. Shunga George Washingtonning haykalini chaqiramiz deb 2020-yili Black Lives Matter qarlarning hayotda George Floyd o'lgan vaqt chiqqan qar namoyishda Amerikadagi tunji qurg'uvchilarning hammasining tarixini tekshirib bu qora faoliyatchilar qanda prezident qul ishlatgan bo'lsa, u prezidentning haykalini chiqib tashlaymiz deb butkul Amerika bo'yicha harakat qo'zg'adi. U yerda Amerika Virginia shtatida ikki shaharda George Washingtonning, Thomas Jeffersonning haykalini chiqib tashildi. Ammo keyin yana hukumat mablag' silib, uni ba'zilarini qayta asli keltirdi. Yana ba'zi federal konservativ janubdagi shtatlarninki asli keltirgani yo'q. Endi gapimizning asli qaytib kelsak, 1820-yilda 1850-yilga bo'lgan partiyalar, ikki partiya, Demokratlar partiyasi va Whig partiya. 1850-yildan 1890-yilga bo'lgan davrda ikki partiya rasmiy shakllangan. Ya'ni bu 3-tarixiy davrda Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetchilar partiyasi shakllangan. Ya'ni vaqtda Cumhuriyetchilar partiyasini shakllantiruvchi kim bo'lsa, Abraham Lincoln, Prezident Abraham Lincolnning davrida bu Cumhuriyetchilar partiyasi rasmiy Republican Party deb tonilib,
e'tirof qilingan, ammo uningdan burroq shakllangan prezident Lincolnning davrida rasmiy kuchli holda partiya vakili bo'lib bo'lgan. Hamda ayni vaqtda Republican Party'ninki kuchli iddiasi davlat fuqarolar huquqini hurmat qilish kerak. Markaziy hukumat kuchli ko'p ketdi. Shtatlarningki huquq kuchli bo'lishi kerak. Boylarning mol-mulki qo'g'dilishi kerak. Xalqning huquqiga aralashmaslik kerak. Xalq nima qilsa bo'ladi? Qurol ishlasa bo'ladi, kapitalizmni qilish kerak. Boylik erkinlikni kuchlantirishimiz kerak, bojni ozaytirishimiz kerak degandek tuzumni o'tirib qo'ygan. Eng markaziy nima desa, qullarni, qarlarni butunlay ozod qilamiz degan. Bu jumhuriyatchilarning iddiasi. Yana hozir alınışıp qalganda ekan. Hozir Amerikada, hozir alınışib qolmadi, hozir jumhuriyatchilar qarlarni qul qilamiz demaydi. Ammo Amerikada hozir Demokratlar partiyasi biz qarlarning huquqini biz tashabbus qilamiz deb oldiga o'tib, Jumhuriyatchilar partiyasini irqchi, qarlarga o'ch, ispanlarga o'ch, aqtallik bo'lmaganlarga o'ch deb qalpoqni kiygizdi. Bu nihoyat muvaffaqiyatli holda bu qalpoq kiygili 20 yil oshdi. Jumhuriyatchilar partiyasininki nomi islom diniga o'ch, qarlarga o'ch, ispanlarga o'ch deb bu qalpoqi bor. Endi 1850-yildan 1890-yilgacha Amerikaning navbatdagi g'oyat zo'r siyosiy mashinasi ikki partiya shu vaqt shakllanib bo'lgan. Keyingi davrlarda shu desa siyosiy iddisi partiya shakllangan bo'lsa, iddisi o'zgarib turdi. Dastlabda Jumhuriyatchilar partiyasi navbatda o'tirib qo'ygan siyosatlarniki 20 dan ko'proq qarshi edi. Ammo hozir uni 20 dan ko'proq siyosiy iddini qabul qildi. Demokratlar partiyasining o'xshash, ayni vaqtda qarshi turgan ideyalarini hozir qabul qildi. Endi hozirgi iddiyaningki taxminan shakllanishi 1960-yildan keyingi davrlarga kelgan chog'da 1960-yildan 2010-yil bo'lgan aralig'ida bir o'zgarish bo'ldi. Ya'ni iddiya, siyosiy nazariya, siyosiy ideologiya jihatdan olgan chog'da zo'r o'zgarish bo'ldi. 2010-yildan hozircha bo'lgan iddiyalar o'xshash. Ya'ni cho'ng o'zgarish bular endi bu o'zgarishni siyosatga o'zgarishni siyosiy partiyalarningki ikki partiya nomzodiga asosan o'xshamaydi. Masalan, hatto Joe Biden bilan Kamala Harris ikkisi bir partiyaning hatto birisi prezident, birisi muavin prezident. Hozir Kamala prezidentlikni o'tish uchun men garchi prezident Joe Biden bilan ishlarsam, siyosiy deyim o'xshamaydi deb boshqa gaplarni qilib o'tirib chiqdi. Bu siyosatning o'zida partiyaniga xilof gaplarmi bo'lyapti bu yerda. Buni tafsiliy birdan-bir deb o'ltirsak, ikki partiyaning qaysi siyosati tizib chiqsak bo'ladi. Masalan, har bir 10 ga yaqin masalani tizib chiqib, bu ikki partiyaninki ko'z qarashini birdan-bir shaylasak vaqt yetishib qolsa, uni qilsak bo'ldi. Agar bo'lmay qolsa, bu partiyalarning shakllanishi asosiy jihatdan olgan chog'da 1850-yildan keyin bu ikki partiya rasmiy shakllangan. Endi partiya qurish tamoman mumkin. Bu aralig'ida ya'ni nurg'un American National Party, American People's Party degan nurg'un partiyalar qurildi. Necha partiyalar mag'lub bo'ldi. Amerikada America Communism Party bor, nihoyat kuchli partiya. Amerika Kommunistlar partiyasi bor. Amerika musulmonlar islom tashkilotlarining siyosiy partiya bo'lmasa-mu, ammo partiyalarning kuchli ta'sir huquqi bor. Musulmonlarniki masalan Michigan shtati, Missouri shtati degan shtatlar. Cho'ng siyosiy kuchlari bor. Ularning lobbichilik apparatlari kuchli. Undan keyin boshqa nurg'un millatlarniki, asalliq millatlarniki lobbi tashkilotlari bor. Ular siyosiy partiyalarga siyosiy jihatdan ta'sir ko'rsatadi. Ammo partiya nima bu ikki partiya boshqa ikki partiya bor. Green Party va Libertarian Party. Yeşillar partiyasi va Libertarian Party. Libertarian Party demokratlar bilan jumhuriyatchilarning o'rtasidagi bir partiya. Green Party umuman liberallar o'xshab ketadigan bir partiya. Ammo Libertarian Party biroz jumhuriyatchilarga yaqin. Ular shaxslarning huquqini, fikr erkinligini, shaxsiy bojni yo'qotishni, qurol, hamma narsani mustahkam qilishni, davlat bexatarligini eng kuchli tashabbus qiladigan partiya. Endi partiya qurish bo'lamdi desa bo'ladi. Nima uchun qurmaydi desa, oqquzg'ili bo'lmaydi. Bek tas, nupus bek ko'p. Bu yerda pul Amerika partiyasi siyosiy tuzilmasida ikki narsaningki roli bek zo'r. Birisi shaxslarningki personal story. Har bir shaxsningki shaxsiy hikoyasi muhim. Qanday qilib bu odam siyosatni o'rlab chiqqan, nima qila oladi, bu odamningki orqa ko'rinishi nima deganda personal story, mayli u siyosatchi bo'lsin, korxonachi bo'lsin, yoki ziyoli bo'lsin, yoki bir tog'dan kelgan dehqon bo'lsin, har birisiningki xalqni ta'sirlantirgudek, jalb qilgudek bir orqa ko'rinish bo'lishi kerak. Buni personal story deb ataydi. Ikkinchisi g'oyat zo'r moliya, kuch, pul bo'lishi kerak. Amerikada saylamningki chiqimi 200 million dollar atrofida aylang'ili uzun yil o'tib ketdi. 10 yilning oldidan 200 million dollar chiqib ketgan.
faqat bir yil ichidagi saylam sommasi bilan bir odamning ishlagan sommasi $200 million. Bunun hammasi nima ketadi? $200 million pul. Masalan, Kamala Harris bir haftada chiqqan $200 million pulni ikkiga ishildi. Birisi o'zi uchun to'xtatmay xalqning ishini qiladigan odamlar, telefon qiladigan odamlar, email yozadigan odamlar, video ishlaydigan odamlar, sotsial mediada tashviq qiladigan odamlar oshlig'i beradi bir qismini. Yana bir qismini kim beradi? Yana bir qismini maxsus CNN, New York Times, Washington Post e'lon beradi. Maxsus yerlik gazetlarga, televiziya kanallarga, yerlikniki o'rni, yerlik televiziya kanallarniki topadigan pullari bek ko'p bo'ladi. Anda bo'lgan ekan bu yerda medianiki o'zi Amerikada hukumatniki pul yo'lalam taraqqib ketadi. Endi shunga bu yerda partiyalar yangi partiya qurib oqqizman deyish bu yerda bek tas. Yana bir nuqta desa oqqizmasning sababi mayli har qanday cho'ng gap qilsin bir odam, kichik gap qilsin, xato gap qilsin, to'g'ri gap qilsin, uniki eng oxiri ikki partiyadan birisiga mansub bo'ladi. Yoki demokratchilarga kirib qoladi, yoki Cumhuriyetçiler Partisi'ne javob qoldi. Unda bo'lgan ekan, qanday qilsa yangi bir tayyabis to'sasidan idin vakillik qiladigan. Ular allaqachon siyosiy dis kuchlab, har qaysi yerlik yerda apparatlarni qurib, partiya ishxonasi va partiya tashkilotlari va nizomnomasi va sen uni qurib u yerga eklaman desang, qirib ketsa, uni qirish qat'iy mumkin emas. ideologik bo'shliq cho'g' emaskanda bu ikki partiya hammaga vakillik qilib olgandan keyin uning uchun tarmoqlari bor. Masalan Mike Pompeo deylik. Mike Pompeo Cumhuriyetçiler Partisi'nin onun iddiasiga qo'shilmaydi. Masalan Donald Trump'ning o'zimi tipik Republican Partiyaniki nomzod emas. Uning nurg'un ideyalariga qarshi turdi, ammo u o'ziniki marksini, o'ziniki ideyalarini Cumhuriyetçiler Partisi'niki umumiy cho'ng aviya marksini ichiga moslashtirib oladi. Endi Amerika siyosiy tuzilmasi, Amerikaning siyosat falsafasi, ikki qutbli siyosiy tuzumning ahvolini menimcha yetarli tahlil qildik va nihoyatda jiq uchur berdingiz buni hazm qilib bo'lishmi xili vaqt oladi. Biz endi programmaning oxiriga yaqinlayotgan mezgilda vaqtda Amerikaning Xitoy siyosati haqida ozroq to'xtalsak. Oxirida biz endi yana Amerikaning siyosatini tushunishga maqsadimizmi, Amerika siyosiy vaziyati, saylamni analiz qilishga maqsadimizmi, tigida Amerikaning Xitoy siyosati qanday bo'ldi, bu bizga qanday ta'sir ko'rsatdi. Biz bu ishlardan bilmaslik tufayli, nodonlik tufayli ziyon tortib qolmaylik. Gerçi hozirgi qo'limizda kuch bo'lmasa-mu, lekin bizning qo'limizga tanlash fursati kelganda bilish asosida o'zimizga foydali qarorni chiqaraylik degan bir maqsaddan iborat. Buni bizningki xalqimizga, ko'rganlarimizga so'zlashdiki asosiy maqsadimiz shu. Shunga endi old bilan Amerikaningki Xitoy siyosatining shakllanishi va yo'nalishi haqida kichik tafsilotlarni so'ramayman, chunki uni medialarda davomli ko'rib turyapmiz. Uyg'ur agentligining xabarlarida to'xtamay beryapsizlar. Undan boshqa bu Janubiy dengizdagi qalaymiqonchilik, Tayvanga hujum qilamdi, qilmamdi. Bu xil masalalar har vaqt medianing kun tartibida. Ammo cho'ng jihatdan Amerikaning Xitoy siyosatining shakllanishi qanday shakllandi navbatdagi va buning yo'nalishi qaysi tarafga ketyapti? Mush jihatda sizningki qarashlaringizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu 2018-yili men bir parcha maqola yozgan Amerika Xitoy munosabatlar tarixi deb. Uzun bir tafsir bir parcha maqola bor. Unda 200 yillik Amerika Xitoy tarixi o'rtasidagi munosabatlarningki jilnomasi. İngilizce yazma. Uyg'urcha. Men avatib beray. Siz shu yozmaning ostiga chiqib qo'shib qo'ysangiz bo'ldi. Unda men urinishni meniki videoning ostiga qo'yib qo'yay. Qiziqadigan shu yerdan tafsili o'qis bo'ldi, uni jilnomi bor. Endi bu Amerikaningki Xitoyga qarta siyosatningki shakllanishimi har qaysi prezident, har qaysi partiyalarningki davriga asosan o'xshamaydi. Biz yuzakisi Xitoy Xalq Cumhuriyati, ya'ni Xitoy Xalq Cumhuriyati People's Republic of China qurilgan 1949-yildagidan hozir qisqacha deb o'tsak, dastlabda Amerika Xitoy Xalq Cumhuriyati Xitoy Kuomintang partisini mag'lub qilib, huquqni qo'lga tushirib olgandan keyin Amerika bu partiyani kommunizm bo'lganligi va Sovet ittifoqi bilan bo'lgan
munosabatning yaqinlik tufayli dushman deb qirib uni cheklash tuzumini qo'llandi. 1976 yilga kelgan vaqtida Amerika Sovet ittifoqiga taqobil turishdan iborat cho'ng siyosiy nishonni markazga turib, Xitoy Xalq Cumhuriyati bilan Sovet ittifoqi o'rtasidagi ba'zan ideologiya jihatdagi ziddiyatlarninki afzalligidan foydalanib turib, Xitoy Xalq Cumhuriyatini Birlashgan Davlatlar Tashkilotida e'tirof qilish va uni 5 doimiy a'zolarning bir qatoriga kirgizib, Tayvanni doimiy a'zolik hukumatidan o'rnidan qo'g'lab chiqarib, Tayvandagi yana bir Jungo, Jiang Zemin hukmronligidagi Tayvanninki Jungolik salohiyatini amaldan qoldirib etdi va Jungo bilan bo'lgan munosabatni asliga keltirdi rasmiy shaklda 1976 yili. Buningga albatta hammamiz biladigan diplomat yaqinda o'lib ketgan Kissinger va Johnson, Nixon davridagi siyosatdagi ta'siri g'oyat zo'r bo'ldi. Hamda uningdan keyingi davrlarda Amerika Jungoni cho'qim o'zgartirish kerak. Xitoyni cho'qim o'zgartirish kerak, ammo bu o'zgartirish Xitoyni jazolash bilan emas, balki ishni ichib o'tish, uning taraqqiyotiga yordam qilish, uningki demokratik tuzumga o'tish uchun fuqarolarniki dunyo bilan aloqa o'rnatishi, iqtisodni taraqqiy qilishi va yuksalishi fan tadqiqot orqali bu qilisi ichiladi degan iddia bilan Xitoyni Dunyo bankisi qatorliq dunyoviy moliya apparatlarininki yordamiga ko'plab erishtirish, Amerikaninki mablag' silishini qo'lga kiritish orqali bu davlatlarga yordam qilish orqali islohot olib boramiz deb bu xam xiyolni tushunib ko'rdi. Bu xam xiyolninki amalga oshmaganligi 2015 yildan boshlab Amerikadagi medialar siyosiy analiz tarafından oturup qo'yildi. 2015 yillari rasmiy e'tirof qilinmadi bu Xitoyning haqiqiy tahdidi. Gerçi Xitoy tahdidi 2000 yildan boshlab yozilgan bo'lsin maqolada. Ammo 2015 yil keyingacha bu Obama davrida rasmiy to'lildi bu Xitoyga bo'lgan tahdid. Obama Xitoy haqiqiy tahdid deb degan ayni vaqtida. Janubiy Xitoy dengiz rayonida qurgan harbiylashtirishni Obama qattiq tanqid qilgan va hatto Obamaninki Osiyoga qaytish degan siyosatni Obama o'tirib qo'ygan. Obama boshlagan. Buni nurg'un odamlar e'tirof qila olmaydi. Shular jumhuriyatchilar e'tirof qila olmaydi. Ammo odil bo'lgan vaqtida Obamaninki kechikib qolganligini his qilgan Obama. Va bu Xitoy haqiqatan yolg'onchi ekan, bu rezil ekan bu deb. Bu Xitoyninki xato siyosati jumhuriyatchi Bush davrida rasmiy yuqori chiqqan deb qarayman men Xitoy bilan bo'lgan narsaniki xato yuqori palasa. Ammo kim xatolik hammasidan o'tdi? Trump davrigacha xatolik chunqurlashdi. Trump sodini manfaat qilgan bo'lg'achqa. Endi Amerika siyosatida Xitoyga oid narsa baqalar ikki. Birisi davlat manfaati, davlat bexatarligi, ikkinchisi iqtisodiy manfaat. Uning boshqa narsa quruq gap. Ikki loqni olgan chaqda Amerikaning Xitoyga bo'lgan o'lchami faqat ikki. Birisi Amerikaning davlat bexatarligiga, national security'ga qarshi tahdid etildi Xitoy. Bu birisi. Ikkinchisi Xitoy bilan bo'lgan savdo. Amerika fuqarolarininki iqtisodiy ziyon eklamdi, foyda eklamdi. Amerika shirkatlariga foydami ziyonmi? Bu ikkinchi nuqta. Qolgan kishilik huquq, u bu deganlar masalan 3-chi, 4-chi narsasi. Buni e'tirof qilishimiz kerak, bilishimiz kerak. Bo'lmasa o'zimizni aldab xato yo'lga qolamiz. Unda bu nuqtani olgan chog'da Xitoy hukumati o'zining haqiqiy mohiyatini pardozlab o'shirgan bo'lg'achqa, Amerika hukumati toki savdoni markaz qilgan Trump davrigacha Amerikaning iqtisodiy jihatiga Xitoyga yilda 700 milliard dollar ziyon qilayotganligini rasmiy sonliq ma'lumotlar e'tirof qilg'ili unmagan. 2017 yili Trump davrida men Xitoy bilan bo'lgan rasmiy savdoni to'xtatib, Xitoyni jazolayman, tamojni bizi qo'yma, savdo urushi borma degandan keyin Amerikaliklar zaten bu qandashib ketdi. Amerikaliklar qaytadan to'nib, Xitoyning necha yildan beri Amerikaliklarga iqtisodiy jihatdan qanchalik zulm qilayotganligini to'nib yetdi. Munosib qanchada Xitoy Amerikaga 20 yil bo'zaq qildi degan gap. Bu yerda Uyg'urlar va dunyo xalqi shuni bilish kerak. Xitoy Amerikani ahmoq qildi. Hamma hozirmi ahmoq qilyotdi. Bu yerda Amerikaning kuchi ko'p ketganligi, u bu degan gap emas, quruq gap. Xitoy Amerikaga yilga 700 milliard dollar ziyon urdi. Bu statistika, u chaqchi zulm qildi degan gapmi, ishib ketgan gap u. 700 milliard dollar yilda Amerika Xitoyga berdi degan gap. Nima uchun? Xitoy Amerikaga naytdi
g'oyat zo'r azam baholiq mahsulotlarni ishlab chiqarib, Amerikadagi nurg'un shaharlarniki aslida bor bo'lgan industrial capacity, ya'ni sanoat ishlab chiqarish iqtidoriga g'oyat zo'r zarba urdi. Shuning bilan Amerikaninki masalan uy-joz uskunalari vayron bo'ldi. Shirkatlar sanoati vayron bo'ldi. Po'lat sanoati vayron bo'ldi. Anikin mashinalarningki avtomobil choqlarini ishlab chiqarish uskunalari sanoati vayron bo'ldi. Anikin oylik saymallarni ishlab chiqargan nurg'un sohalar shirkatlar vayron bo'ldi. Bu nima uchun desa, Xitoy azam bahoda sodini barobar qilamiz, Xitoyni ishlab chiqaramiz, Xitoy bizga azam berdi deb g'oyat zo'r kirgizgan bo'lgandan keyin Xitoy Amerika xalqininki bu nafsoniyatidan foydalanib turib eng azam bahoda to'van bo'lgan masalani ishlab chiqardi. Keyingi kunlarda bo'lgan chog'da Uyg'ur majburiy emgakdan foydalanib turib bu masalani ishlab chiqardi. Amerikaliklar buni kechikib bildi. Hatto hozirmi to'liq tunib yetgani yo'q. 700 milliard dollar bilan Amerikani Xitoy yiliga quldek ahmoq qiladi. Hozir ahmoq qilyapti. Buni Trump to'xtaman deb cho'ng harakat qildi, ammo buni to'liq to'xtanmadi. Yana bu yerda hozirmi pas balans bo'lyapti. Hamda Amerikaliklarningki hozirgi mayli cho'ng jihatni olgan chog'da, Amerika Xitoy munosabatidagi cho'ng jihatni olgan chog'da Xitoyga bo'lgan mundaq 3 jihatli tunish muqarrarlashdi. Birinchi tunish Amerikaliklar mayli jumhuriyatchi bo'lsin, mayli demokratlar bo'lsin, birinchi tunish Xitoy dunyoning demokratiya, xalqaro qonun va kishilik huquqni iborat o'rtaq e'tirof qilingan qimmat qarashlarga xilof holda autokratik diktatorlik tuzumini tashkil qiladigan xalqaro tartibga tahdid deb qaralgan tuzum umumlashdi. Ikkinchi, Xitoy Amerikaning davlat bexatarligi, Amerikaning texnikasi, Amerikaning iqtisodi va Amerikaning ichki bexatarlikka tahdid qiladigan eng yadroliq tahdid, birinchi tahdid deb muqarrarlashtirdi. Uchinchi xil qarash, o'rtaq qarash, Xitoy Uyg'ur, Tibet, Hong Kong qatorliq joy va xalqlarga g'oyat zo'r kishilik huquq, qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlar bilan insoniyatga zo'r tahdid ekanligi muqarrarlashtirdi va jazmlashtirdi. Bu ushul tunish bilan Amerikada hozir Xitoyga bo'lgan tunish o'rtaq. Ya'ni xalqaro tartibga qarshi, Amerika manfaatiga qarshi, insoniy huquqqa qarshi degan bu ushul qarash rasmiy sistemni qalda e'tirof qilinib turishdi. Buni demokratlar bo'lsin, jumhuriyatchilar bo'lsin, hech qanday prezident o'zgartirmaydi. Ammo buningga bu ko'z qarash o'rtaq e'tirof qilindi. 2017-yili e'lon qilingan Amerikaning tunji navbatlik davlat bexatarlik yillik strategiya doklati shu vaqt boshlanganda shu strategiyada Xitoyning tunji qitim 2017-yili tunji eng cho'ng tahdid deb e'tirof qildi. Jakarlagan. Undan keyingi har yillik dokladda bir qatimmi bu tahdid degan so'z o'zgartirilib boqmadi. Birinchi navbatda Rossiya Ukrainaga hujum qildi. Iran Amerikaga hujum qilishni tahdid soldi. Shunda bo'lsa-mu bu ikkilisi Xitoy unda tahdid solmagan bo'lsa-mu, Xitoy birinchi tahdid deb uni har yili 10 qatimdan 20 qatimgacha davlat majlisida olib beriladigan barliq istixborot, davlat bexatarligi, armiyaga oid isbot anglash yig'inida Xitoyni birinchi navbatli dushman deb muqarrarlashtirib bo'ldi. Chunki ular Xitoyningki barliq yo'shurun ishlarini bilgan bo'lg'achqa, Xitoy jakarlamasimi, yo'shurunda aqsab qilayotganligi bu aniq bo'lg'achqa. Endi nima farq qilganda bo'lsa, bu jumhuriyatchilar bilan demokratlarning Xitoy bo'lgan siyosiy farq zot nima desa, endi jumhuriyatchilar necha yildan beri qattiq qo'l bo'lgan bo'lg'achqa, uni Xitoyga bo'lgan siyosati hamisha irqchiliklar ayblangan. Xitoy millatiga bo'lgan o'chmanlik, ular aqtalik bo'lmag'achqa, ular xristian bo'lmag'achqa dushmanlik qildigandek ayblashlar bordi. Demokratchilarga cho'lsa, demokratchilar yumshoq qo'l, Xitoyni himoya qil, Xitoy parast degan tanqidlar bor. Hozir u gap ko'ni gapga aylanib qoldi. Hozir ba'zi demokratchilar Xitoyga qarshi vahshiy qattiq qo'l, ba'zi jumhuriyatchilar Xitoyga qarshi nihoyat yumshoq qo'l. Hozir Xitoyga o'rtaq taqobil turish 2018-yildan boshlab o'rtaq qimmat qarashga aylanib qoldi. Buning eng yadroliq tipik namoyandasi nima desa, Amerika Davlat Majlisida 2023-yili 1-oyning 17-kunisi Xitoy kompartiyasi bilan raqobatlashish alayda komiteti Select Committee on Competition with Chinese Communist Party degan bu Select Committee alayda komitet qurildi. Buningki 20 ga yaqin
a'zolari ichida Demokratlar partiyasi va Cumhuriyetçiler partiyasining a'zolari o'rtaq. Bular hech ish qilmaydi. Faqat bir ish qildi. U bo'lsa-mu Xitoy hukumatining razilligini, jinoyatlarini, xalqarodagi, Amerikadagi va o'zining davlat ichidagi barliq jinoyatlarni fosh qildi. Uningga har ikki partiyaniki o'rtaq qatnashgan. Demak biz buningda kesib aytolmaymiz. Endi buningda faqat siyosat jihatda qanday ijro qilish masalasi, qanday tadbirlash masalasi bu o'xshamaydi. Buningga qarata tadbirlarga biz ayrim analiz qilsak bo'ladi. Bundaqda nəhayət yaxşı düşüncə oldu. Bulubmu Amerikanınki Xitay siyasətinin şəkillənişi və yönəlişi haqqında həm tarixi arx görünüşünü, həm növbətdəki yönəlişini gördük bəyan buldunuz. Həm də saylam əhvalı haqqında azraq düşüncə bəgəc, saylamның nəticəsi Xitayның bo'lgan siyasətiga qandaq ta'sir ko'rsatishi mumkin degan haqidagi qisqa bir analizingizni bilgim bor. Növbətdəki Amerika saylimi tarixdagi intayin halqılıq saylamlarının birisi. Çünki növbətdəki saylamda 3 narsa mühim kun tərtibdə turdu. Birisi Amerikanın tashqi siyosati, ikkinchisi Amerikanınki chegara siyosati, uchinchisi Amerikanınki iqtisod va texnika siyosati. Bu uchinchisi Amerikanınki kuchli bo'lishi uchun intayin muhim. Yani Amerika kuchli bo'lsa, saylamda Amerikanın kuchli bo'lishini tashabbus qilgan partiya o'tib chiqsa, Xitoyga qattiq taqobil tura oladi, kuchlaydi, Uyg'urlar shu mas qotadi. Agar Amerikanın yumshoq qo'lligini, xalqarodagi yaxshi, oq ko'ngil, hammaga yaxshi bo'ladigan yumshoq qo'l siyosatini tashabbus qilganlar o'tib chiqsa, Amerika izchil holda o'zining tarixiy jihatda keling chekinishini iborat xalqaro sahnadagi o'rnini yo'q qilib qo'ydi. Buningki navbatdagi nomzodlar ichida qaysi qattiq Xitoyga qattiq qo'l bo'ldi, qaysi bo'ldigan turga kiradi, qaysi yumshoq tarafga kiradi sizlarcha? Mening tushunishimda, shaxsiy analizim va boshqa nurg'un obzorlarni o'qishimcha, men kesib 100% deyolmayman. Astoydil muomala qilgan vaqtimizda mening shaxsan qarashimda Cumhuriyetçiler partiyasiningki Xitoyga bo'lgan platform deymiz, yani siyosiy doklati, yani siyaset doklatini o'qib chiqdim. O'qib chiqqanda Cumhuriyetçilarniki bu platformada Xitoyni iqtisodiy jihatda texnik kasbini jazolash, xalqaro yetim qoldirish, Xitoyninki Tayvanga hujum qilishning oldini olish deganda keskin siyosatlari bor. Cumhuriyet demokratchilarningmi kuchli siyosatlari bor, ammo bu Cumhuriyet Demokratlar partiyasiningki nomzodi Kamala Harris bilan Tim Waltz muavin prezident nomzodi bu ikkilisininki Xitoyga bo'lgan maydoni keskin o'xshash Xitoyga qarshi turdi, o'chkirdi, ammo Xitoyga konkret holda qanday tadbirlash haqida yangi va o'zgacha siyosat yo'q. Bu davatgan siyosatlar o'tgan 4 yilda ilib berilgan siyosatning davom bo'lish ehtimolligiga yuqori. Shuning uchun men uni keskin holda o'zgarish tipidagi breakthrough, ya'ni davolg'ib turayotgan bunday siyosatda Xitoyga aniq zarb berib o'zgartish qiladigan bunday tadbirga ega deb qaramayman. Ammo davr bo'lgich bir ish qilolmaydi deb qarayman. Ya'ni davom navbatdagi siyosatlar, ya'ni Joe Biden siyosati davom qiladi. Amerikaningki bularni chegarani ochiq qo'yish siyosati, andan keyin O'rta Sharqninki urush qilishga yo'l ichib qo'yishi, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishiga bir bo'shliq berilishi xalqaro siyosatlar jihatdan. Bu Joe Biden davrida yuz berdi. Bu Amerikaningki ta'sirining ojizlashishiga, kuchininki eng chekinishiga yo'l qo'ygan bir demokratlar, bir siyosatchi deb qarayman. Siyosat deb qarayman. Demokratlarningki siyosati Amerikaningki Xitoy bilan bo'lgan siyosatda biroz chekinishiga yo'l qo'ydi. Asosli sababi nima desa, bu Amerikaningki ichki jihatda bo'linish, xalqaro diplomatiyada garchi Yevropa davlatlari bilan munosabatni yaxshi saqlab qolgan bo'lsa-mu, ammo Amerikaga qarshi Rossiya, Iran, Shimoliy Koreya, Xitoydan iborat 4 cho'ng kuchninki ittifoqlashishini g'oyat zo'r darajada birlashtirdi. Bu Amerikaningki eng cho'ng mag'lubiyati. Hech bo'lmasa, uningki proxylarni yo'qotishi, ojizlashtirishi, unning hamkorlashiga yo'l qo'ymasligi, Amerika hamisha cho'ng xalqaro kuchlarga yolg'iz taqobil turmay, texnik ko'p ittifoqlashlarni qo'lga keltirishi, Xitoydan iborat mandaq bir diktator
rezil hakimiyet güçke Amerika taqabul turgan birden bir davlat oqimay belki Yevropadagi ittifoqdoshlarini qo'lga keltirishi chunki Yevropa ittifoqdoshlari uchun Amerika bedel to'ladi. Moddiy, iqtisodiy, harbiy jihatdan. Shunga Amerikami Fransiya o'tganga o'xshash Xitoy bilan hamkorlashamiz degan vaqtida Fransiyaga qattiq taqabul qilgan mana bir bism ishlatilishi kerak deb o'ylayman Amerikaga. Amerika Yevropaga. Yevropaga. Bu yerda Demokratlar Partiyasininki hozirgi saylam daftarlarida, nutqlarida ve media ziyaretlerinde Xitoyga karşı keskin siyasi iniqlamasi bormi desa yo'q. Endi yana bir masala javob berish kerak. Uyg'urlarga ait savolni keyin so'raysiz deyman. Shu Uyg'urlarga ait dedim hozir. Uyg'urlarga ait saylam natijasida Uyg'urlarga ko'rsatilgan ta'sirini hozir devasangiz bo'ldi. Menimcha Cumhuriyetçiler Partiyasininki realligi Amerikaga foydali. Ammo Cumhuriyetçiler Partiyasininki siyosati Uyg'urlar uchun foydalimi desa, bunisi noaniq. Nimishqa? Endi yaqinda 2024 yil 1-oyda Amerikadagi eng kuchli konservativ tadqiqot markazi Heritage Foundation, Miras fondi jamiyati bir necha ming betlik bir doklama e'lon qildi. Buning ismi Project 2025. 2025 yillik project. Bu project agar Cumhuriyetçiler Partiyasining nomzodi Donald Trump tutib qolsa, u yo'l qo'yish bo'lgan siyosatlar degan iborat. Donald Trump bu platform bilan o'zi munosabatning yo'qligini, uni e'tirof qilmaydiganini jakarlaydi. Chunki unda intayin radikal, intayin keskin, konservativ, hatto faşistik ideali bo'lgan bo'lg'achqa Donald Trump men uni e'tirof qilmayman deb turib oldi. Ammo saylam natijasiga ta'sir ko'rsatmasin. Ammo uni yozuvchi, uningki a'zolariniki ko'p qismi 80% Donald Trumpning yaqin do'stlari, aloqalari, so'rindoshlari, ulfatdoshlari. Endi shularning hammasi Donald Trump bilan tushga rasmlar va o'ltirgan qopqonlar va hatto Donald Trumpning xizmat idorasida ishlaganlar, aqsa ishlaganlar shu yerda ishlab o'tadi. Men shuningki Uyg'urlarga ait qismini tekshirib chiqdim. Bu nihoyatda necha 100, necha 10 million dollar xarjlab chiqqan doklad bu. Necha 100 dona, necha 100 deyman-ku, necha ming odam qatnashgan doklad. A doklad Amerika tarixidagi siyosatlardagi eng bilgich davrdagi kuchli narsa bu. Har kuni muzokara qilayotgan narsa. Ashuningda Uyg'urlarga ait nima gap bordu deb izlasin. Uyg'urlarga ait gap mustaqil bir paragrafmi yo'q Uyg'urlarga ait. Uyg'urlarga ait bir bobmi yo'q, bir tal betmi yo'q, bir tal paragrafmi yo'q. Xitoyga ait qismida bunda gap bor. Xitoy Amerika hukumati Xitoyning Xinjiangdagi Uyg'ur musulmonlarga qaratgan kishilik huquq dafsandishliklarini foydalanib turib Xitoyga bisim kerak. Bisim kerak. Foydalanish deb bor. Ochiqdan ochiq deb bor. Bu Cumhuriyetçilarninki Uyg'urlar pozitsiyasiniki agar Uyg'urlar rasmiy mas'uliyatchan, kuchli tadqiqot qo'shunimiz nurg'un think tanklarimiz bor bo'lsa Amerikada. Uyg'urlar think tank yo'q, ham tadqiqot markazlarimiz, kishilik huquq tadqiqot markazimiz bor, faqat kishilik huquq markazi. Ammo xalqaro international relations ait think tanklarimiz yo'q. Bu bo'lgan bo'lsa, masalan, Amerika Cumhuriyetçilarininki mushu Project 2025 ni mushiga tutib turib qattiq zarba berishga bo'ladi. Sen o'layotgan 15 million kam bo'lganda mush bir xalqningki taqdiriga hech qanday javob bermading. Mushlardan foydalansa deb, ha? Mushlar foydalansa deyish kerak unga. Demokratchilarning Uyg'urlarga qarta siyosat. Amerika Uyg'urlarga qarta siyosati bormi? Bor. Bu siyosat daftarga yozilmaydi, ig'izdan chiqadi, savolga asosan javob berildi. U Amerika hukumatiga Uyg'urlarga ait siyosati Uyg'urlarning kishilik huquqini ilgari surish uchun harakat qilish kerak. Amerikaning tashqi ishlar ministrligi bu siyosatni ijro qiluvchi organ. Amerika davlat majlisi bu siyosatni tuzuvchi organ. Uyg'urlarga ait tuzilayotgan qonunlar Amerikaning siyosiy hisoblanadi. Amerikaning Uyg'urlarga siyosati yo'q degan gapning o'zi siyosatni bilmaydigan odamning gapi. Amerika Uyg'urlarga ait qonundan 4 ni tuzib e'lon qildi. Shu Amerikaning siyosati. Amerika prezidenti uning imzo qo'yib, "Men Uyg'urlarga ait mana ishni qilmayman" dedi. Amerika hukumatining Uyg'urlarga ait siyosati hozir kishilik huquqni markaz qiladi. Amerikaning Uyg'urlarga ait siyosati kishilik huquqni markaz qildi bu ramka. Navbatda kelgusini aniq. Navbatda kishilik huquq markaz qildi. Endi uni foydalangan yeri nima desa,
kishilik huquqni markazga turib Amerika hukumati Xitoyga xalqaro zarba berdi, Xitoyni ojizlashtirdi, Xitoyning yuzini urdi, ittifoqdoshlarini ko'paytirdi, Xitoyning ittifoqdoshlarini ojizlashtirdi. Shundaqla Amerika Uyg'urlarga oid siyosatda Uyg'ur majburiy emgakka oid qonundan foydalanib turib, Xitoy shirkatlariga zarba berdi, Amerika shirkatlariga manfaat yaratdi. Bu Amerika manfaatiga uyg'un bo'lgan bir narsa. Amerikaning navbatdagi Uyg'urlarga oid siyosatida kishilik huquq markaziy nuqta turadi. U siyosat shakllanib bo'ldi. Diplomatlar davatidi, Antony Blinken to'xtatmay so'zlayotdi. Mike Pompeo bu vaqtida Uyg'ur qirg'inchiligi deb e'lon qildimi? Shu Xitoyga bo'lgan Uyg'ur siyosatininki eng sistemli qal shakllanganligi. 2021-yili 1-oyninki 16 shakarlagan shu xil Uyg'ur qirg'inchilik e'tirofnomasi Amerika hukumatining Uyg'ur siyosati hisoblanadi. Hamda undan keyin nurg'un ramkalar deb shakllandi. Uni hamma siyosatning hammasi biz shakllanmadi deganimizning o'zi bek kulkulik gap bu. Qonun siyosatning o'zi qonun bilan shakllandi. Oqsaroyda muzokara qilindi. Tashqi ishlar ministrligi ijro qilindi. Bu siyosat shakllangan sistemli qoldi, shakllangan siyosat. Hamda agar Uyg'urlarga oid Uyg'urlarni mustaqil qilib beramiz degan bir siyosat bo'lsa, siyosiy hisoblanadi, bo'lmasa hisoblanmaydi degan bo'lsa, u ayrim bir tushuncha. Agar mustaqilligimizni o'lcham qilib turib, Amerika Uyg'urlarni unda bir siyosat qilmasa, hisoblamaydi degan bo'lsa, unda bo'lsa Amerikaniki Uyg'urlarning kishilik huquqi va qirg'inchilikni manba qilib turib, mustaqilligi uchun bir bahona izlashga oid imkoniyati bormi yo'qmi desa, u biz o'ylangan ikkinchi bir nuqta. Chunki Amerika har vaqt imkoniyatga, fursatga, navbatdagi sharoit asosida ish qilgan bir davlat. U kelgusini yaratish uchun cho'qimki birinchi qadamdan minish kerak hisoblanadi. Endi Amerika hukumatiga sen Uyg'urlarningki mustaqilligini hozir qo'llamabsa, demak sen siyosat yo'q ekan, sen siyosat o'qimaydi ekansan, men sana siyosatni o'rgataman, sen kim o? Deganga bizning salohiyatimiz haqqimizda yo'q. Bu shakllanmadi. Uni endi faqat Amerikaning Uyg'urlarga oid siyosatining nurg'un tarmoqlari bor. Masalan, transnational repression. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan davlat alqıgan bastırış cinayeti. Bu cinayet Amerika'nınki neçe onlagan hükümet aparat tarafından tədqiq qılındı, yazıldı. Onunla qarta siyaset düzülüdü. Hatta fakat bir türlü Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan, Xitoyning Amerikadagi Uyg'urlarga qaratgan cinayetleri üçün mü o'xshamagan aparatlar mas'ul bo'lib tədqiq qiladi, yazdı, yazib chiqadi. Bunun özü mü Amerika'nınki siyasetindeki sistemlik şekilli bo'lganligining isboti. Mecburiy emgak qilayotgan bir siyosati bor. Uyg'urlarning madaniyati, kimligini qo'g'dash qilayotgan bir siyosati bor. Amerika hukumatiningki O'rta Osiyodagi necha 10 tashkilotga beradigan necha 10 million dollar puli bor. Uyg'urlarning madaniyati, til yozig'i, san'atini qo'g'dash uchun Qirg'iziston, Qozog'istondagi Uyg'ur jamiyatlarga beradigan puli bor. Amerika hukumatining Turkiyadagi Uyg'ur jamiyatlari Amerika Uyg'ur jamiyatlarga beradigan pullari bor. Yevropaga beradigan pullari bor. Shu Uyg'urlarni kuchlantirish, taraqqiy qilish siyosati. Endi qog'ini bu Uyg'urlarning taraqqiy qilishi, yuksalishi, o'zining kuchini to'nib yetishi, Amerikadagi imkoniyatlardan foydalanishiga bog'liq. Endi meni bir savol so'rasa bo'ladi kishilar. Uyg'urlar o'zining imkoniyatidan to'liq foydalandimi? Foydalanmadi. Uyg'urlar dünya miqyosida va Amerika miqyosida va Turkiya miqyosida o'zi uchun ichilgan ishlarning 100dan birini chekdi, menimcha. Birini chekdi. Uyg'urlar 100 milyon dollar mablag'ni ola olishi mumkin kelgusida. Uyg'urlarning taraqqiyotlari uchun, madaniyatni saqlab qolish uchun, siyosiy iqtisodiyotni kuchlanishi uchun, xalqaro diplomatik faoliyatni yepirish uchun necha 10 million dollarni ola oladi. Uning uchun desa, uning uchun Uyg'urlarningki nayt kuchli o'qigan olimlar bo'lish kerak, ziyolilar bo'lish kerak. Shu ziyolilari, doktorlari, aspirantlari sistemli holda har qanday bir ishni o'lchamlik, xalqaro qonunlarga, iqtisodiy hisobotlarga, xotirlash usullariga, doklad yozish o'lchamlariga uyg'un keladigan darajada o'lchamlik ilib bora olsa va aloqador tekshirish o'lchamlariga o'talasa, to'shalasa, Amerikadagi aloqador organlar uni e'tirof qilib qo'llaydi. Iqtisod, texnika, siyosat, qonun jihatini qo'llaydi. O'sha yerda Uyg'urlar kuchlanadi. Endi Uyg'urlar shuna foydalanmadi deymiz. Nima uchun foydalanmadi? Chunki Uyg'urlarning ko'p qism vaqti o'zini taraqqiy qildirishda emas, balki qilinmagan odamningki keynidan yoki yaxshi qilyapsizmi, to'liq yaxshi mukammal qilinmaganda
Yaxşı qismi mukammal qilmagan tanqid qilayotganlarniki sababidan bo'ladir. Amaliyotda bizning bekchiq kuchimiz, bekchiq zehnimiz o'zimizni taraqqiy qildirishga emas, balki bizdan yaxshiroq odamlarningki ishlariga diqqat qilish bilan markaz isrof bo'lib o'tadi. Shuni Amerikadan, Yevropadan qaqshashqa biz xilbek baldurlik qilamiz. Hatto Turkiyadan qaqshashqa bak baldurlik qilamiz. Chunki ashunning hammasi odam. Manfaatga o'zgaradi, manfaatga o'zgarmasa, to'g'ri gapni anglab o'zgaradi. To'g'ri gapni anglamasa, hissiyotni qo'zg'atib bo'ladi. Uni anglamasa o'ziningki xalqlardagi obrazidan bizning manfaatimizni bog'liq bo'ldi. Ammo biz qildikmi? Buni qilmadik. Bu bizning yetersizligimiz. Navbatdagi xalqaro kuchlardan, imkoniyatdan foydalanmasligimiz bizning yetersizligimiz. Bizga cho'ng ikki dona imkoniyat bor hozir. Bek cho'ng ikki fursat bor. Birisi Xitoyning dushman deb e'tirof qilinishi. Tahdid deb hisoblanishi. Iqtisodda, texnikada, davlat bexatarligida, demokratiyada tahdid qilinishi. Ikkinchisi Uyg'urlarning qirg'in qilishga uchrayotgan bir ojiz millat deb e'tirof qilinishi. Bu ikki asos Uyg'urlar uchun g'oyat zo'r ishlarni ocha oladi. Bu ishlarning o'zi ham qag'imni qilmay turib, bu ishlarning o'zi ochadi. Ammo Uyg'urlar ocha oldik buni, meni o'z ichiga olgan nurg'un Uyg'urlar ochamadi. Mening energiyam kuchli, cheklik, nayt ishlar bekchiq, xiyol bekchiq, harakatli bekchiq birini boshlab 20 kelgan vaqtida biz boshlagan qo'shin yirib qoladi. İşini qildigan adam yo'q, boshlagan adam o'z yolg'iz qilib qoladi ko'pincha hollarda. Ularga ilhom berib, "Voy qarindashim, buni qilmasa bo'lmaydi, buni qilaylik" desa, ular birdan turib, "Ey, biz bu ishlar qachon nima qilar bu?" Ey, deb o'z voz kechadi. Birisi maqtamagan bo'lsa, undan umid silindi. Bir tanqid qilsa, tig'imi chidamaydi. Andikan. Tanqid qilayotganlar ishninki o'zi uchun eng ahamiyatli ishning qaysi ish ekanligi, bizning umumiy vaziyatimiz nima ketayotgan mo'ljallanmasdan cho'nqur idealistik g'oyaviy nuqtaga ketib qilib, bizning realligimiz nuqtasini o'ylab qoladi. Amaliyotda kichikgina bir qonunning ma'qullanishida, masalan, Amerikada Uyg'urlar haqida ma'qullangan qonunning ahamiyati bek zo'r, bek cho'ng qonun u. Ammo buni Uyg'urlar nima ahamiyati bo'ldi? Biz nima shotqimiz bor o'zing? Hech qanday shomini bizga Uyg'urlar yashayotdi. Bunday emas. Kichikgina bir doklad, Amerika doklad Xitoyning necha milliard dollarga ziyon urdi. Xitoyning obraziga ziyon urdi, diplomatiyasiga ziyon urdi, Xitoyni ojizlashtirdi, Xitoy qaqshaydi, charchaydi, odamlarni almashtirdi. Bek avarchilik Xitoylar buni haqiqiy cho'nqur tushungan vaqtida bir eg'iz so'zning qanchalik muhimligini bildi xalqaro diplomatiyada bizning Uyg'urlarimiz. Shunga ba'zi davlatlar jim turib oldi. Ayiblamaymiz deb. Nimishqa? Chunki ayiblashning o'zi, tanqidning roli bek zo'r. Dunyoni o'zgartirgan narsa bir jumla so'z, bir eg'iz gap. O qonun degan bu bek cho'ng narsa, bu qonun biz ma'qullangan bek cho'ng narsa u. 7 yildan beri Turkiya hukumati bir qonun ma'qullab, Uyg'urning huquqini tekshirishini ma'qullab olmadi. Nima uchun? Chunki uni ma'qullab qolsa, Uyg'urning kishilik huquqini tekshirili degan gap bu. Uyg'urning qirg'inchilik e'tirof qildi degan gap emas. Uyg'urning kishilik huquqi rasmiy yolg'onmi tekshirib boqilgani ma'qulmidi? Chunki uni ma'qullab qolsa, haqiqat oshkora bo'ldi. Haqiqat oshkora bo'lib qolsa, harakat qo'llanishga majbur bo'ladi. Uchoqda-chu manfaatiga ziyon urdi. Bu bek oshkora. Buni bildigan odamlar uchun. Shunga bu yerda ishkirlash kerak. Ishkirlash kerak, voz kechmaslik kerak, davomlashtirish kerak, uyg'unish kerak, xalqni tanqid qilish, qaqshash, zirkish, urushdan ko'ra o'zini taraqqiy va bilish pek muhim bu ishlarda. Ko'p rahmat. Yuqorida Tahirjon bizga Amerikaning siyosati haqida nihoyat atrofliq ma'lumot berdi. Ammo oxirgi savolim Amerikaning Uyg'ur siyosati bormi degan savol edi. Ammo bu savolning javobini olib bo'ldim. Amerikaningki navbatdagi Uyg'ur siyosatining shakllanganligini va bu siyosatningki Uyg'urlarningki haq huquqini kishilik huquq doirasida qo'g'dash ekanligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini va Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatish ekanligini so'zlab o'tdi. Tahirjon, bugungi suhbatimizga qatnashganligingiz uchun, qimmatli vaqtingizni chiqarib ko'pdan ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat. Ko'rganlar, qadrli do'stlar, bugungi suhbatimiz bu yerda oxirlashdi. Yana bir suhbatimizda ko'rishguncha omon bo'linglar.